Sizlar bilan o'tgan safar yassi chuvalchanglar gaplashganmiz, to'g'rimi? Bo'shliq ishlarida ham gaplashganmiz. Endi hozir to'garak chuvalchanglar qolgan. To'garak chuvalchanglar tipini gaplashib chiqamiz. Keyingisi halqali chuvalchanglar tipi. O'zi mana bu to'garak chuvalchanglar tipida qanaqa vakillar bor, qaysilar qayerda parazitlik qiladi, nima qiladi, o'zi nima, shularni ko'rib chiqamiz. Yoki halqali chuvalchanglar o'rgatayotgan paytim o'sha halqali chuvalchanglar tipini sinflari borda, sinflarda qanaqa vakillar bor, qayerda parazitlik qiladi yoki qayerda yashaydi. Parazitlik qilsa qayerda parazitlik qiladi. O'shalarni ko'rib chiqamiz. To'garak chuvalchanglar tipida ko'proq parazitlar bor. Mana bu odamni ichida butun boshli odamni ichini sayohat qilib, sayr qilib yuradiganlar bor. Otasini uyida yurganlar bor. Misol uchun askariyda, o'sha askariydani hozir to'liq folk ko'ramiz. Shu pauza qilib tursangiz doskada. To'garak chuvalchanglar tipida, demak to'garak chuvalchanglar tipi. To'garak chuvalchanglar tipi o'quvchilar aynan mana shu tipni sinflarini bermaganda, barcha tiplarni sinfini berganda, bilsalaring o'sha sodda hayvonlar tipini ham sinflari bordi. Bir qaytarib olaylik: soxtayoqliklar sinfi, xichilliklar sinfi, infuzoriyalar sinfi, sporalilar sinfi edi. Undan keyin kelgan tip bo'shliq ishchilar tipi edi. Bo'shliq ishchilar tipini ham sinflari bor-da, qaysilarida? Gidroid poliplar, koral poliplar va sisifoid meduzalar sinflari bor. Undan keyin keladigan tip yassi chuvalchanglar tipi edi va uni ham sinflari bor-da, kecha o'tdik. Kiprikli chuvalchanglar sinfi, so'rg'ichliklar va tasmasimon chuvalchanglar sinflari bor-edi. Endi biz to'garak chuvalchanglar tipiga keldik. To'garak chuvalchanglar tipida sinfni bermabdi o'quvchilar. Balkim sinfiga bo'lmagandir ham. To'garak chuvalchanglar tipi vakillarini gaplashib ketamiz. Vakillarida o'quvchilar misol askariyda eng asosiy vakil askariyda bolalar gijjasi bor, kerishda bor, bunaqalar bor. Bizlar boshidagini tushuna olsak, qolganlariga boshdagi o'zi yetadi. Misol uchun boshda nimani, oddiy amyobani tushuna olgandik-ku, u yoqdagilar shunga o'xshashdi. Yokida gidroid poliplardan chuchuk suv gidrasini tushuna olgandik-ku, qolganlari shunga o'xshashdi. Askariydani tushuna olaylik o'quvchilar, askariydagi o'xshaydi qolganlari ham. Endi askariyda buni boya aytdik bizlar. Bitta odamning ichida bo'lib turib, butun boshli oraliq xo'jayini ham odam, asosiy xo'jayini ham odam, umuman olganda odamning ichida sayr qilib yuradigan parazit chuvalchang. Mana shu narsa. Odam ko'zi bilan ko'ra oladi, bu kattaroq narsa. Uzunligi o'quvchilar erkak bilan urg'ochiga farq qiladi. Erkaklar uzunligi 15-25 sm, millimetr emas. Ayollarning uzunligi o'quvchilar 20-40 sm, millimetr emas. Sizlar linenkani bilasizlar, 30 sm-lik. O'sha linenkadan ham 10 sm uzun ekanda ayol. Erkakga bechorani qaranglar kaltaligini. Demak, jinsiy dimorfizm kuzatilyaptimi? Jinsiy dimorfizm nima edi? Erkagi va urg'ochisining farqi edi. O'sha erkak urg'ochisining farqi edi. Hozir 2x da turibdimi? Doska mana shu yerda turganimda men ko'rinyapman. Doska aniq ko'rinyaptimi o'zi? Jinsiy dimorfizm bu tovuqqa qarab tovuq, xo'rozga qarab xo'roz deyishda. Ya'ni ayol bilan erkakni farqlay olish. Mana bu askariydaga qarab erkakga qaraymiz, dumida nima deydi? Oxirida ilmoqqa o'xshash ekan va kalta ekan. Demak, bu qanaqa bo'ladi? Bu o'quvchilar bu erkak askariyda bo'ladi. Ayoli bo'lsa o'quvchilar mana ayoli bo'lsa uzun bo'ladi va ilmog'i yo'q bo'ladi. Mana bu jinsiy dimorfizm bunda kuzatilyapti. Askariyda qayerda yashayotgan o'quvchilar? Odamni ichida yashayotgan. Odamni ichida. Ayniqsa ingichka ichagida parazitlik qiladi. Ingichka ichagida to'y tomoshalar qilib, bilganni va hamma narsani o'sha yerda qiladi. Lekin buni sayohatini hozir gaplashib chiqib ketamiz o'quvchilar. Askariyda odamning ichida qayerlarga sayohat qiladi? Ichakdan chiqib qayerga boradi, keyin qayerga boradi, qayerda ko'payadi, qayerda nima bo'ladi? Hammasini gaplashamiz. Birinchi o'z askariydagi umumiy bir ma'lumot bera olaylik-da. O'quvchilar askariydani ham tashqi tarafi nima bilan qoplangan? Coca-Cola. O'sha narsa bilan qoplangan. Sabab, o'quvchilar mana shu narsa bilan qoplanishiga sabab bor. Bu ham, jigar qurti ham, yana qaysi hayvon bor edi? Ba'zi bir parazit hayvonlar bor edi-da. Ana shu hayvonlarning tashqi tarafi kutikola bilan qoplanganda sabab bu oziq modda yokida o't suyuqliklari buni parchalab yubormasligi uchun. Mana bu o'quvchilar ingichka ichakda parazitlik qiladi. Ichakda, ya'ni voyaga yetgan davrda ingichka ichakda yashaydi.
Bemalol o'sha bizlarda oshqozonimizdan keyin keladigan ingichka ichagimiz bor. O'sha ichakda parazitlik qiladi. Ingichka ichakda nimalar bo'ladi? Hazm bo'layotgan ovqat bo'ladi. O'sha ovqatlarni nima? Fermentlar parchalab yotgan bo'ladi. Agar o'sha fermentlarga bu qalqon o'sha dosh bera olmasa, bu ham parchalanib ketadi. Askariyda tashqi tarafdan qanaqa qalqon bilan qoplangan? Kutikola degan qalqon bilan qoplangan. Sabab o'sha ingichka ichakka fermentlar, suyuqliklar ochiladi. O'sha ferment suyuqliklar ta'sirida parchalanib ketmasligi kerak. O'sha parchalanmasligi uchun shu narsa bilan qoplangan. Jigar qurti ham xuddi shunday edi. O't suyuqligi va qon uni parchalab yubormasligi uchun o'quvchilar kutikola bilan qoplangandi. Buni biz bilib oldik. Nima uchun mana shunaqa narsa bilan qoplanganligini. Ya'ni zashtnik, himoya, qalqon. Buni o'chirib tashlaymiz. Tashqi uzash shunaqa. Askaridada mana bunda so'rg'ichlari bo'lmaydi-da. Og'iz so'rg'ichi yoki qorin so'rg'ichi degan narsa bo'lmaydi. U og'iz so'rg'ich, qorin so'rg'ich kimda edi? So'rg'ichliklarning jigar qurtida yoki umuman so'rg'ichliklar vakillarida bor edi-da. Bularda so'rg'ich bo'lmasa qanday yopishib turish mumkin? Misol uchun so'rg'ichliklar parazitlik qilayotgan payti yopishib turardi. Yopishib turardi-da. Bu qanday parazitlik qiladi? Qanday yopishib turadi? Endi bularda o'quvchilar jinslar nisbatini so'rasa, agar mabodo biz nima deymiz? 1 ga 1 nisbatda deymiz. Chunki bular gemofrodit emas-ku, to'g'rimi? Erkagi bor, urg'ochisi bor-da. Demak, erkak bilan ayoli alohida bo'lgani uchun jinslar nisbati 1 ga 1 deymiz. Yopishuv organi haqida gap ketyapti-da, sal chalg'ish bo'ldi o'quvchilar. Bo'lib turadi. Yopishuv organi qanday? Boyagi so'rg'ich bo'lmagandan keyin o'quvchilar bu salgina bir boshqacha bo'ladi. Deylik, sal lirik chekinish qilamiz. Mana bu don. Bir 7-8 etajli don deylik mana. Bir-biriga yaqin qurilgan ikkita don. Pastda avtomobillar o'tib yuradigan serqatnov yo'l bor. Mana avtomobilda endi. Nima emasmaydi? Chiqib. Mana bu yerda oynalar bor. Bu yerda ham oyna bor. Qarochi uyda hammasi uy. Brat tepada turibdi. Hayotdan to'ygan qarochi. Siqilyapti. Kimdir taylab ketganda, bekardan bekar siqilmaydi-ku bu darajada. Yoki nimadir bo'lganda, kredit olganmi, kattaroq to'lalmayotganmi. O'sha 7-etajga chiqdi degan tashlayman dedi. Tashlayman dedi. Mana shu tayladi hamda. Mana shu yerga kelganda uni fikri o'zgarib qoldi. Yashashi kerak ekan. Shu yerga yetganda fikri o'zgarib qoldi o'quvchilar. Ikkita domni o'rtasida turibdi. Yerga tushib ketsa, hamma yog'i sinadi, dabdala bo'ladi. Ustidan keyin xo'rlab avtomobillar ham bosib o'tib ketadi-da. Chiqarib tashlaydi, вообще rasvosi chiqaradi. Keyin fikri o'zgargandan keyin shappa bir shpakat ochdi-ku. Qo'l bilan ham. Endi jon shirin-ku. Mana bunday ikkita nimani ikkita katta domga tiralib oldi, taqalib oldi. Qo'l oyog'i bilan. Endi o'lib ketmaydi, qo'lli oyoqlari yemirilib, shilinib tushsa ham. Yoki kimdir qutqarib oladi. Opa keladimi? Endi ayasi deylik, ayasi. Iptaylar balkim. Nimadir bo'ladi. Ishqim taqalib oldi. Ikki tarafga taqalib oldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu taqalib oldi. Yopish organ yo'q-ku bu. Yoki o'rgimchak odam emas. Fikrdan qaytdi, birdan anav qildi. Endi o'quvchilar mana bu ham bizlarda ingichka ichagimizda yashab turib, mana shu ingichka ichak bo'ladigan bo'lsa, ichak devorlarimizga taqalib olar ekanda. Yo'q, tiralib, taqalib turadi. Yopish organ yo'q, lekin shu yoqqa taqalib, tiralib turadi. Qanday qilib bo'lsa ham ichakda ichida yashash kerak. Ana shunday yashaykan bular. Yopish organ bo'lganda yopisha olardi, ana jigar qurtiga o'xshab. Yokida tasmasimon chuvalchanglarda ba'zi bir turlariga o'xshab o'quvchilar. Ana shu holatda bu brat o'sha brat ham, opa ham ashlab yashaveradi. Uni o'chiramiz. O'quvchilar asosiy joyi bor. Bu odamning ichidagi sayohati. Hamma shu yerda adashadi, hamma xato qiladi. O'zi kechagi video darsligimizda ham to'liq bo'lish kerak edi. Soat ko'p bo'lib ketmasligi uchun, ba'zi bir narsalarni inobatga olib, keyin chalkashib ketmasligim uchun bu alohida video qildim-da. Deylik, mana buni odam deylik. O'sha odamning ichida sayohat qilganim uchun odamning rasmini chizishga harakat qilaman deyatdim. Qilamanmikan, chizalamanmi? Xo'sh. Mana bu burni bo'lsa, poyiz urib ketganmi kallasini? Sochi bormi? Soqol chizib yotmaymiz. Bu burni. Ko'zi. Ko'z ana bo'lib ketdi. Qosh ekan, ko'zi.
Og'iz asosiysi, og'iz chizamiz. O'zi ham katta qilib. Ah. Nima bo'lib qoldi o'quvchilar? Yo'q, ha. Mana tanasini chizyapman-da o'quvchilar. Tana ham kerak bizga. Mana tanasi bu qo'li. Bu oyog'i. Kerak baribir, garta-garta. O'quvchilar, bu og'izdan yo'l ketadi, to'g'rimi? Halqum, kekirdak, qizil o'ngash deb, mana shu yo'lda olib boryapmiz. Boratda yana hamday oshqozonga keladi. Keyin shu oshqozon demaylik, o'pka oshqozonni yo'qdan chizamizdan o'pkaga olib boraylik. Mana bu bronxlardan keyin bronxiolalardan keyin mana bunday deylik, bizda ikkita qismdan iborat bo'lgan o'pkamiz. Bu o'pka. Bu baribir og'izdan ketadi, u ham. Endi bu yoqda yana bitta bratni chizamiz. Sal takomillashtirishimiz kerak endi. Baribir o'xshamadi. Endi biz rassom emasmiz. Sizlar xayollaringizda full HD formatda tasvir hosil qilinglar o'zlaring. Tushundilaringizmi? Shunchaki harakat qilaman o'sha tasavvur paydo bo'lish uchun. Qo'l kerak emas, hammasini chizib qo'yay. Unisida bor-ku. Bunga ham oyoq kerak baribir. Endi men bu qanaqa yo'l, nafas olish yo'lini chizdim men. Endi bu burun asosiy narsa kerak edi. Burun nima chizmay? Mana burun. Hop. Bu burundan endi havo yo'lini chizaman o'quvchilar. Havo emas. Havo yo'li ketdi, og'iz burundan yoqda ketdi. Og'izdan ketadi ovqat yeyish nimasi? Mana. Ha, hazm qilish organ. Biz mana bu yerda oshqozonni chizamiz, mana oshqozon. Oshqozondan keyin o'quvchilar qanday bo'ladi? Ingichka ichagimiz bo'ladi. Mana ichagini chizdik. O'xshamasa ichakni chizdik mana. Mana shu deylik ingichka ichagi. Bu oshqozon. Endi o'quvchilar mana bu yerda bo'ladi, jigari bo'ladi. J qilib qo'yamiz. Jigar degandagi. Bu yoqda bilasizlar buyrak bo'ladi. Bu yoqda ham buyrak bo'ladi. Buyrak qilib qo'yamiz. Taloq bo'ladi o'quvchilar mana T qilib qo'yamiz. Mana shu yerlarda hozir sayohat boshlaymiz. Hozir biz mana buni chiroyli chizmasak tushunarsiz bo'lib qolar ekanda. Endi ichak. Yo'g'on ichak ham bor, o'quvchilar to'g'ri ichak ham bor, lekin bizlarga nima kerak? Ingichka ichak kerak. Shuning uchun ingichka ichakni nima qilamiz? Oxirida yo'g'on ichak, to'g'ri ichak bo'lib tashqariga chiqib ketgan joyi bor anal teshigida. O'quvchilar, bu yerda biza hozir nimani o'sha jigar qurtini yuqishini, odamda sayrini ko'rib chiqsak, jigar qurti emas, aytinglar, askaridan, uzr. Askarida avvalambor o'zi o'sha deylik sabzidanmi yokida olmadanmi, umuman yuvilmagan bir qandaydir bir neto o'sha kir bo'lgan narsalardan yo'qotdi odamga. Qanday holatda yo'qadi? Odamga birinchi yo'qishi tuxum holatda yo'qadi. Deylik, mana bu brat, sal xunuk brat bo'lyapti mana shu. Mana shu brat olma yedi yoki sabzi yedi yoki umuman iflos qo'l bilan nimadir yedi. Hozir o'sha olmaga, sabziga qanday paydo bo'lib qolgan deb so'rab garang qilmanglar. Uni ham tushuntiraman. Deylik, yedi, uni tuxumi o'quvchilar. O'sha askaridani tuxumi odamning ichiga kirdi. Og'izga kirdi o'quvchilar tuxum. Halqumga bordi, qizil o'ngachga bordi, oshqozonga ham bordi. Tuxum bu. Tuxum ketyapti. Bu yerda lichinga ketmayapti o'quvchilar. Keyin qayerga kelyapti? Mana bu ichakka kelyapti. Turib tursin. Mana shu ichakka ham keldi deylik. Endi shu yerda o'quvchilar bu voyaga yetish kerak. Voyaga yetadigan davri bor. Mana shu ingichka ichakda tuxumdan o'quvchilar lichinka chiqadi. Tuxumdan lichinka chiqadi. Ya'ni boyagi tuxum bu yerda turuvdi, qanchadir haftalab tuxum yerda yotuvdi, shu sabzavotlarda orasida yotuvdi. Buni ichida lichinka endi uyg'onmoqchi edi-da. Ichida askaridani lichinkasi uyg'onmoqchi. Uyg'onsa bomba, badabang boshlanadi. U odamning ichiga kirib, ingichka ichagiga borgandan keyin uyg'onadi o'sha lichinka. Ingichka ichagiga bordidan bu lichinka uyg'onib ketdi. Endi tuxumni yorib chiqish kerak. Lichinka o'quvchilar ingichka ichakda nimadan chiqdi? Tuxumdan chiqdi.
asosiy sayohat mana shu yerdan boshlanadi endi. Tuxumlik davr tugadi. Tuxumlik davr tugadi, boshlandi. O'sha jiddiy sayohat boshlanadi o'quvchilar. Tuxumdan lichinka chiqdi, ko'zi qonga to'lgan, yorib taylayman, yirtib taylayman deb birinchi o'rin birinchi o'rin ingichka ichakni yirtib tashladi. O'sha qon bilan so'rildi, oziq moddani bilasizlar, ingichka ichak so'rib yotgan bo'ladi-da. Mana bu oshqozonda ovqat hazm bo'lmagan, ovqat parchalangan bo'ladi. O'sha oshqozondagi parchalangan ovqat ichaklarga o'tadi va ingichka ichakda ovqatni qon tomirlar so'rib yotgan bo'ladi. Shunchalik mana bu askarida lichinkasi kichkina ovqat zarrachalariga qo'shilib tortilib ketadi qonga. Tushunyapsizlarmi? Askarida tortib yuborar ekan, qon tomirlar tortib yuborar ekan. Endi askarida ichakdan qayoqqa o'tdi? Qonga o'tdimi? Nima orqali o'tyapti? Mayda-mayda kapillyar qon tomirlari orqali ingichka ichakdan o'tib qolyapti, to'g'rimi? Endi ingichka ichakdan qon tomirlarga o'tdi askarida va sayohati qon tomirlarda boshlanadi. Qon tomirlarda boshlanadidan mana bu jigar degan laboratoriyaga borib qoladi endi. O'sha laboratoriyaga borib qol, jigar degan. Bu yerda ko'p narsa bo'lib yotadi-da. O'quvchilar, lichinkami mana shu narsa, tuxummi? Lichinka. Chunki qayerda tuxumdan chiqib ketdi. Ingichka ichakka kelgandan keyin tuxumni yorib chiqdi, men tug'ildim dedi. Bu keyin qayerda qonga so'rildi. Qayerda? Ingichka ichakda qonga so'rildi. Endi o'sha qon bilan o'sha qayerga kelib qolyapti o'quvchilar? Jigarga. Jigar degan joyga keldi, sayohatini jigarda yana davom ettiradi. Jigarga bir kelgandan keyin o'quvchilar deylik mana bu yerda poyezdda kelgan bo'lsa, endi samolyotga minadidan qayerga boradi? Jigardan o'quvchilar kislorodlar mamlakatiga keladi. Bu yerda nima bor? Kislorod ham bor, karbonat angidrid ham bor. Gazlar shahriga kelib qoldi. Jigardan chiqdi. Mana kim ketyapti o'quvchilar? Tuxum lichinkami? Lichinka ketyapti. Bu endi o'sha o'pkaga boradigan riskka minish kerak-da. O'sha asosiy maqsad qayerga borish? O'pkaga borish. O'sha mana shu o'pka degan joyga borish kerak. U uchun bir tamojnida bir to'xtab o'tadi-da. To'xtab registratsiya bo'lib o'tadi. Tamojni qayer desalar o'quvchilar, mana bu yerda yurak bor. Yurak. Ana shu yurakka bir to'xtab o'tadi. Odamlar yurakni nechta kamerani? 4 kamerani. Mana buni agar biz o'ng bo'lma desak, buni o'ng qorin. Mana buni chap bo'lma desak, chap qorincha deymiz. O'quvchilar o'rgatganman. O'ng bo'lmacha va o'ng qorincha o'rtasida 3 tabaqali klapan bo'ladi. Yana qaytaraman. U va 3. Tushunyapsizlar-a? O'ng bo'lma, o'ng qorin hammasi u bilan boshlanyapti. 3 tabaqali klapan ham u bilan boshlanadi. Shunday qilib yodlasalang, umrlaring oxirigacha esdan chiqmaydi agar rostdan yodlasalang. Demak, o'ng bo'lma, o'ng qorin, 3 tabaqali klapan. U. Lekin bu tarafdachi chap bo'lma, chap qorin, 2 tabaqali klapan. Bu yoqda ch, bu yoqda ham ch, o'rtada Bu umuman bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Demak, biz mana bu yoqda yodlashimiz kerak. Bu tushuna olamiz. 2 tabaqali klapan qayerda desa, chap bo'lma bilan chap qorincha o'rtasida. O'ng tabaqali klapan qayerda desa, 3 tabaqali klapan qayerda desa, o'ng bo'lma bilan o'ng qorinchani o'rtasida. Endi keyingi savol, yarim oysimon klapanlar ham bor. U o'quvchilar faqatgina qayda bo'ladi? Mana shu qorinchalarda bo'ladi. Chap qorinda ham, o'ng qorinda ham yarim oysimon klapan bo'ladi. Keyin tamojni o'pkaga kelguncha tamojnidan o'tadi degan, yurakka boradi degan, mana shu jigardan chiqadidagini maqsad qayoqqa borish o'quvchilar o'zi? O'pkaga borish. Mana shu jigardan chiqadi degan o'quvchilar. Birinchi yurakda bir to'xtay dedik-ku o'quvchilar. Mana. Yurakda ham qaysi bo'lmasiga keldi? O'ng bo'lmasiga kelib quyildi. Mana shu jigardan chiquvchi qon, ya'ni qon tomir orqali yurakni o'ng bo'lmachasiga kelib quydi. Mana bu ichida nima bor edi o'quvchilar? Lichinka. Lichinka qayoqqa qarab bordi endi? Mana qizil bilan chizaylik. Deylik, yurakning o'ng bo'lmachasida lichinka bor. Lichinkalarni qizil bilan qilamiz. Ichakda bor edi, qonga so'rildi, qondan jigarga keldi, jigardan o'ng bo'lmachaga keldi. O'ng bo'lmachada nechta tabaqali klapan orqali o'ng qorincha o'tadi o'quvchilar? 3 tabaqali. Biz kelisha oldik. 3 tabaqali klapanni ochdidagini lichinka, ya'ni qon bilan birga ketyapti-da.
Reys bir xil ketyapti. Va samolyotning ichiga odam minsa, samolyotdan oldin Rossiyaga yetib bormaydi-ku. Ha? Samolyot bilan birga boradimi? Bu ham qon bilan birga 3 tabaqali klapandan o'tib, keyin qayoqqa keldi? O'ng qorinchaga keldi. O'ng qorinchaning ichida nima bu? Lichinka bor. Jigar askarida, jigar yedi. Askaridani lichinkasi. Askaridan lichinkasi endi o'ng qorinchada turibdi. O'ng qorinchada o'quvchilar yarim oysimon klapan ochiladidagini bilasizlar, mana shu yerda o'pka bor. Ha, bizda mana shu yuragimiz ikki tarafida o'pkamiz bor. Mana shu yerdan boshlab ketsam bo'ladimi? Shu bitta odam ekan. Mana shu yerdan boshlayman. Shuni yuragidan chiqdi-da, endi qayoqqa boradi o'quvchilar? O'pkaga. Mana shu yerda o'pka bor, men bu yerga kelib nima qilib yuboraman-da, mana yuragidan chiqdi mana bu yurakdan va o'pkaga kelib quyildi. Bu o'pkaga keluvchi qon tomirda o'zining ismi bor. Mana o'quvchilar o'pka yurakdan chiqqanligi uchun arteriya qon tomiri deyiladi, o'pkaga borilganligi uchun o'pka deyiladi. Ikkovini qo'shsak o'pka arteriyasi bo'ladi. Lekin aslida ichida karbonat angidrid bo'ladi. Qon aylanish sistemasida uni tushuntirib beraman. Karbonat angidridli qon bilan birga sayohat qilyapti-da bu. Kislorodli qon bilan birga emas. Demak, bu borar ekan, mana bu ikkita o'pkaga kelib nima qilar ekan? O'zini qonini berar ekan. Qonda ichida nima bor o'quvchilar? Karbonat angidrid bor. Karbonat angidridni odam deb nafas chiqarib yorganda tashqariga chiqarib yuborish kerak-da. Karbonat angidridni nafas chiqargan payt tashqariga chiqarib yuborish kerak. Ana shu nafas chiqarayotgan payti o'quvchilar ba'zida yutalsalaring yoki nimadir qilsalaring balg'am bo'ladi. Balg'am keladi, to'g'rimi? O'sha balg'am o'pka tarafdan keladi, suyuqlik bilan balg'am o'pka tarafdan keladidagini o'zi endi hozir lichinka keldi-ku, to'g'rimi? O'sha o'pkaga kim keldi yurakdan? Lichinka keldi. Endi lichinka o'pkada bormi o'quvchilar mana? O'pkada askaridani lichinkalari to'lib ketdi. O'zi o'sha joyga kelib bo'ldi, o'pkaga kelib bo'ldi. Maqsad o'pka edi, o'pkaga lichinka keldi. Hali o lichinka kichkinagina voyaga yetishga ulgurmadi o'quvchilar. Bu yurakdan chiqdi, o'pkaga keldi. U sayohat qilib yuribdi, qonda oqimi bilan sayohat qilib yuribdi. Endi qonda oqimi o'zi tugaydi. U o'zi o'pkaga kelgan payti alveolalarda, o'pka alveolarida bir necha kun yashaydi. O'zi alveolalar shunchalik kichkina o'quvchilar. Necha yuzdir millionta bor edi. Bizlar kitoblarimizda yozilgan 250 million tamida ikkala o'pkada alveola bor. Ana shu o'pkalarda alveolalaridan ham kichkinada, ular gaz almashinuv bo'layotgan payti o'tib ketadi qondan o'pkaga. Biz tasavvur qila olmaydigan darajada kichkina. O'tgan safar Nozimani o'tdik-ku biz. Dashi o'sha mana katta pashshani xartumining ichidagi hayvonchani o'tdik-ku. Dashi undan ham kichik bo'lishi mumkin bu. Demak, o'sha karbonat angidridlar, kislorodlarning yonida nima yuribdi o'quvchilar? Lichinka yuribdi, askaridan lichinkasi yuribdi. Biz yutalgan paytimiz balg'am bilan ana shu lichinkalar tepaga ko'tariladi. Endi lichinka qayerga kelyapti? Og'izga kelib qolyapti. Og'izda nima bor? Tupuk bor, balg'am bor. Biz tupurib yuborishimiz kerak-ku. O'quv markazidami, maktabdami o'tiribsizlar, tupurolmay qoldilar. Yutib berdilar. Liqqa ketdi. Nima bor edi? Tupursang qutular eding. Askarida bor edi. Bir tuf desa tashqariga chiqaylik o'ylaydi-da. O'zi bu jamoat joyida mumkin emas-ku. Mana shu yerda balg'am bilan turganda shuncha narsani zo'r qilib chiroyli qilib yutib berdi-da. Endi yutgandan keyin yana mana yerdan nima bo'ladi? Yangi odamni chizamiz-da. Chizsami, chizmasammi? Mayli, chizmaymiz. Yutib berdi. Balg'amda ichida nimalar bor edi o'quvchilar? Lichinkalar bor edi. O'sha balg'amni endi yutyapti-da. Balg'am yutilib ketyapti-ku. Mana bu qizil bilan chizganim endi lichinka. Oshqozonga keldimi lichinka? Balg'am bilan kelib qoldi. U balg'am qaytib o'pkaga ketmaydi o'quvchilar. O'pkadan chiqishi mumkin, yutalgan payti o'pkadan chiqib ketishi mumkin balg'am, chiroyligina bu. Lekin o'pkaga qaytib u narsa kirmaydi. Chunki hiqildoq usti tog'aydigan narsa bor, o'pkaga faqat gazni o'tkazadi. Luboy gazni o'tkazadi. Suvni, ovqatni o'pkaga o'tkazib bermaydi. Chunki agar suv yoki ovqat o'pkaga o'tsa odam o'ladi. Ichkaridan chiqib ketishi mumkin nimadirlar. Lekin ichkariga unaqa narsalar kirmaydi. Faqat gaz, chang, pang shunaqa narsalar kiradi. Chunki hiqildoq usti tog'ay faqat nimani o'tkazadi? Gazni o'tkazadi, gazni. Bu balg'amni o'tkazmaydimikan? Balg'am endi qayerga ketadi? Noiloj oshqozonga qarab ketadi. Balg'am ichida nima bor o'quvchilar? Lichinka. Kimda lichinkasi? Askarida. Endi bu o'sha dalaga chiqish kerak bo'lgan payti askaridan peshonasi besh qarish ekanda chiqmadi-da, ichkariga qaytib ketdi, balg'am bilan oshqozonga kelib qoldi. Balg'am o'z yo'liga ketadi, lekin balg'am ichida askarida endi qayoqqa boradi?
ichaklardan o'tib ingichka ichakka keladi. Ingichka ichakka kelgan payti boya birat qanday tiralib turuvdi ikkita domni o'rtasiga. Ana shu ingichka ichakka tirala oladi, taqala oladi. Endi ana shu yerda u endi tuxum emas. Endi kuningni ko'rsataman deydi. Endi ana shu ichakda o'sha odam ovqat yeyveradi, o'zini ochib turaveradi, yeyveradi, yutaveradi. Endi u odamni mana bu ingichka ichakda tayyor oziqa bor, bilasizlarmi? Hazm bo'layotgan oziq modda bor. O'sha hazm bo'layotgan oziq moddaning bir qismini kim yeb qo'yar ekan? Parazit askarida. Askarida yeb qo'yar ekan. Endi u nima emas? Endi u lichinka emas. Endi u voyaga yetgan kattaroq organizm bo'lyapti. Endi u nima bo'lyapti? Ana shu bo'lajak lichinkalarni, bo'lajak tuxumlarni, bo'lajak askarlarni 240 ming talab askarlarni tayyorlaydigan ona yoki ota bo'lyapti endi u. Qayerda shunday bo'lyapti? Mana shu yerda armiyani qayerda boshladi armiyani? Mana shu ingichka ichakda armiyani tayyorlayapti. Qo'mondonlar kimlar? O'sha erkagi bilan ayoli. Astagfirullah, ayolda dum bo'lmaydi-ku. Ayol bilan erkak. O'sha ikkovi tarbiyalayapti o'sha nimani? O'sha shundamidi bir kecha kunduzda 240 mingtagacha tuxum qo'yish. Tasavvur qilinglar, 240 mingta tuxum. Biz hozir bitta tuxumni gaplashdik. 100 yerda 240 mingta tuxum bor. Endi o'quvchilar ko'p tuxum qo'yishining ham sababi bor-da. Hamma odam ham befarosat emas-ku, to'g'rimi? Farosati bor. Demak, bu degan tuxumni ko'pi yo'q bo'lib ketadi degan. Tashqarida yo'q bo'lib ketadi degan. Ba'zi odamlar qandaydir nima desam bo'lar, befarosatlikka kirmay, e'tiborsiz bo'lib qolib, nima qilib yuqtirib qo'yadi. Deylik, mana shu ingichka ichakda endi ikkita askariyda to'y qildi butkul uyida endi bulardi. Asosiy xo'jayin bo'lgandan keyin oraliq ham asosiy ham odam-ku. Asosiy xo'jayin odam bo'lgandan keyin shu yerda ko'payadimi? Ingichka ichak bularning asosiy yashash joyi. Ana shu ingichka ichakda ichida bular to'y qiladi, rasmiy va shar'iy nikohdan o'tadi, ikkovi bir-birini topishigacha hamda. Bir-birini topgandan keyin o'sha nimalar bo'lib, bola chaqa ko'radi. Bola chaqalari o'sha 240 ming talab bo'lib ketayotganda, tuxumlar endi keraksiz. Tuxum nima bo'ladi endi? Axlatga qo'shiladi degan o'quvchilar. Tuxum axlatga qo'shilib tashqariga chiqib ketishga tayyor bo'lib turish kerak. Tuxum qo'ydi bular. Mana shu tuxumlar axlatga qo'shiladi-dan ko'pi tashqariga chiqib ketadi. Endi tashqarida axlat bilan tuxum yotibdi. O'zi bu odamlarga yo'qishning ham sababi oddiy-da. Yosh bolachalar bo'lar-ku. Deylik, u askariydan yuqtirib olgan. Qishloqda yashasa yoki bir nimada yashasa-da, nima deydi? Hovlida yashasa. Qanaqa borishga qo'rqadi, nima qiladi? Uyalmaydi-ku. Qo'rqadi. Hanarga boradi. O'zi ofischaga borish kerak. Borib shu yerda ishini qilish kerak. Hanarga boradi. Qarab turda deb qo'ygan akasiga, ukasiga. Xuddi bir nima yeb ketay deganda. Keyin ashaqa nimani chiqargandan keyin uni kuchuk yoki pishak yoki ketman, lapatka, bu narsalarga qo'shilib agaratga chiqib ketadi u axlat yokida poliz ekinlariga borib qoladi. Natijada boyagi 240 mingta tuxum pashti qayerda aynalib yuribdi? Tashqarida yoyilib yuribdimi? Agaratlarga borib qolyaptimi? Ekin-tekinlarga borib qolyaptimi? Endi o'sha ekin-tekinlarni biza yaxshilab yuvmasdan, nimadirlar qilmasdan yoki boya birat o'zi hamda nimadirlar qilib o'sha yeb qo'ydi-da, tuxum qandaydir yo'qdi-da, juda ko'p tuxum bor yerda, juda ko'p, bitta emas, 100 ta emas. Ko'p tuxum bor. Baribir tarqaladi. Tarqalmay qolganlar yo'q bo'lib ketadi. O'sha tuxumlarni endi biz iste'mol qilib qo'ydik. Iste'mol qilganimizdan keyin nimadirlarga qo'shilib yeb yubordik. Tuxum endi o'quvchilar mana ketyapti. Og'izdan kiryapti-da, ayni oshqozonga boryapti. Oshqozonga kelgandan keyin o'quvchilar ingichka ichakka kelyapti. Tuxumning ichida nima yorib chiqmoqchi bo'lib turibdi? Lichinka. Portlamoqchi bo'lib turibdi-da. O'sha mana bu tashqariga tuxum chiquvdi, qanchadir kunda u tuxumning ichida lichinka uyg'onib boshlaydi. Hozir kuningni ko'rsataman endi, kirib olay deydi. O'sha tuxum bir amallab kirib oldi-ku, oshqozondan o'tgandan keyin ingichka ichakka kelgandan keyin o'quvchilar tuxumning ichidan nima yorib chiqadi? Lichinka yorib chiqadi. Lichinka endi, yana qaytaraman, lichinka endi o'quvchilar qon tomirlarga, mana bu ingichka ichak bilasizlar, kapillyar qon tomirlari bilan himoya nima qilingan, ta'minlangan. Chunki oziq moddani so'rib oladi kapillyar qon tomirlari va butun tanaga tarqatadi. Ana shu ingichka ichakda ichida turgan, ya'ni ingichka ichak ichida turgan debman, uzr. Ingichka ichakka kelib lichinkaga aylandi-ku boyagi.
ingichka ichakka kirdidan lichinkaga aylandi. U lichinka holatida o'zi ingichka ichakka kirgandan o'zi lichinka bo'ladi u. Oshqozonda o'tdi-ku. Ingichka ichakka o'tganda u lichinka bo'ladi. Endi u lichinka. Mana bu yerda lichinka. Tuxum yo'q ingichka ichakda o'quvchilar. Tuxum bo'lsa nima bo'ladi? Tashqariga chiqib ketadi ekan. Axlatga qo'shilib, tuxum qayerga ketadi? Tashqariga chiqib ketadi. Ingichka ichakda nima bo'ladi o'quvchilar? Lichinka bo'ladi. U lichinka ingichka ichak bilmasdan nima qilib qo'yadi? Qon tomirlari tortib qo'yadi-da. Chunki farqi yo'q-da. Ingichka ichak atrofidagi qon tomirga farqi yo'q. U shunchalik kichkina jonzotchaki o'sha lichinkasi. Aytdim-ku, alveoladan ham kichik. Pashshani xartumidagi hayvonchadan ham kichik. O'sha kapillyar qon tomirlar bilasizlar, soch tolasidan 50 marta kichkina. Men bitta sochimni uzun qilib, mana bunday ushlab shuni 50 ga bo'l demayapman. Sochni diametri bor-ku, aylanasi. Ignadan ham ingichka. O'shandan 50 barobar ingichka deyapman. Demak, 50 barobar kichkina narsadan ham nechidir barobar kichkinada lichinka. Uje yo'q bizda shu. Lekin bor. Ana shu narsa qon tomirlari bilan so'rilib qoldi o'quvchilar. Qon tomiri bilan so'rilib qolgandan keyin u qon tomir sayohat qayerga ketadi? Endi to'g'ri jigarga borish kerak. Jigarga boradi. Chunki jigar yo'lida, yo'li. U qon bilan qon agar miyaga borsa, miyaga borish kerak edi. Hozir nima uchun miyaga bormasligini tushuntiraman. Qon miyaga boradi, lekin lichinka miyaga bormaydi. Keyingi ishimiz hozir bizga qiladigan ishimiz jigar qurtini, lichinkasi, tuxumi qayerlarga bormasligi o'quvchilar. O'sha nima bo'lyapti menga? Jigar qurti 150 marta aytdim. Askaridani, o'sha lichinkasi qurti qayerlarga bormasligida. Hozir askaridani lichinkasi qon tomirlarga so'rildidan qayerga ketyapti o'quvchilar? Jigarga ketyapti. Pauza qiling, o'chirib bir yana ham anav qilamiz. Kerakli narsalarni tushuntiraman. Oyoqqa ham ishlagan bu. Bu safar takomillashdi. Yo'q, mana bu bitta oyoq. Nima aytasizlar? O'quvchilar boshladingizmi? Yo'qilganmi? Endi bu o'sha butun boshli sayohatini boshqatdan shuni aytib ketamiz. Va men brat katta yoshli bo'lsa ham tuxumni yeb qo'ydi-ku. Nima yedi u? Sabzavot mahsulotlarni yedi. Yuvilmagan narsalar yeb qo'ydi, qandaydir bilmagan holatda yoki bilgan holatda farqi yo'q. Shuning uchun har doim yuvib ye deydi-da kattalar. Yumay yedida ham olmanimi, sabzinimi, boshqanimi, polizikinlarni yumay yedi. Bu og'iz orqali mana bunday soqolini bunday qilib qo'yamizda ham chizamiz. Og'iz orqali ketyapti, tuxum ketyapti, to'g'rimi? Og'iz o'quvchilar, halqum, qizil o'ngach, oshqozon. Mana shu yerda o'quvchilar oshqozonni chizamiz. Oshqozonni men chappa chizdimmi o'lsin. Oshqozondan keyin o'quvchilar har xil ichak bor. Bizlarga qaysi ichak kerak? Ingichka ichak kerak o'quvchilar. Ingichka ichakni ham endi sal takomillashtirib chizamiz mana. Mana. Ingichka ichak keyin yo'g'on ichak, to'g'ri ichak bo'lib tashqariga chiqib ketadi, to'g'rimi? Baribir ichakni oxiri berk bo'lsa portlab o'lib ketadi-ku odam. Nimadir bo'lish kerak. Oyog'idan chiq. Astagfirullah. Ish qilibdi mana. Oyog'idan chiqarib qo'ydik-ey. O'quvchilar, tuxumni men qora bilan belgilayman. Esda qolsin. Demak, mana bu qora narsa nima ekan? Tuxum. Og'iz bo'shlig'ida bormi? Bor. Halqumda bormi? Bor. Qizil o'ngachda ham bor, ha? Yana qizil o'ngachdan keyin nima kelsa agar oshqozongacha bor. Oshqozonning ichida ham bormi o'quvchilar? Bor. Endi men bittadan misol keltiryapman, harakatlanib ketyapti pastga qarab. Ovqat yegandan keyin pastga qarab ketadi, tepaga qarab ketmaydi-ku. Pastga qarab ovqat bilan birgalikda nima ketyapti? Tuxum ketyapti. Tuxum mayda, juda mayda. Men katta ko'rsatdim, lekin juda mayda. Endi o'quvchilar, tuxum, qizil o'ngach. Ana qizil o'ngach. Ingichka ichak. Mana bu narsani endi biz nima deymiz? Ingichka ichak deymiz. Ingichka ichak. Demak, ingichka ichak. Mana bu qizil narsani o'quvchilar nima deymiz? Lichinka deymiz. Lichinka. Sal kichikroq yozaman lichinkasini, chunki o'zi sal kattaroq bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu lichinka ekan. O'quvchilar, bu ingichka ichakka o'tgandan keyin tuxumni yorib chiqadimi? Uyg'onish davrida edi-da, oshqozonda payti hali tuxumni ichida edi. Tuxumning ichida nima bor edi? Lichinka. Hali uyg'onmagandi. Ingichka ichakka o'tgandan keyin hamma yoqda vayrongarchiligini qiladi, boshlaydi. Hozir o'quvchilar ingichka ichakni ichida bu voyaga yetganimi, voyaga yetmaganimi?
Voyaga yetmagan. Hali go'dakkina bu. Hali voyaga yetib olsa ko'rsatadi. Voyaga yetsa kunini ko'kka sovurib beradi odamni. Hali bu nima? Bu patsancha bu hali. Kattasi qanaqa bo'ladi o'quvchilar? Mana bunaqaroq bo'ladi. Bu qanaqa endi? Bu aynan lichinka emas, endi bu askarida. Voyaga yetgan askarida. Xohlasangiz askarlarni tayyorlaydigan askarida deymiz. Demak, bu voyaga yetgani, tepada voyaga yetmagan. Bu o'quvchilar bu ichaklarni atrofida nima bor dedik boya? Kapillyar qon tomirlar bor dedik-a. O'sha kapillyar qon tomirlar ovqatni so'radi, to'g'rimi? Chunki oshqozonda ovqat olmami, sabzimi, boshqami nima bo'lsa ham parchalanadi. Oshqozon parchalab taylaydi. Parchalangan ovqatni ingichka ichakka o'tkazadi, ichaklarga o'tkazadi. Ichaklarda o'sha parchalangan ovqat nima bo'ladi o'quvchilar? Mana shu parchalangan ovqatlar endi qonga so'riladi. Chunki qon orqali odam butun tanasiga oziq modda boradi. Kislorod ham oziq modda ham boradi. Agar qonda zararli narsa bo'lsa, zararli narsa ham boradi. Bu yerda nima bor edi o'quvchilar? Lichinka bordi. Ikki ovqat ham bor, to'g'rimi? O'sha ovqatga qo'shildi degan o'quvchilar, ovqatga qo'shildi degan qon tomirlariga yuqib o'tib qoldi. Mana shu qon tomirlar endi qayerga qarab boradi o'quvchilar? Jigarga qarab boradi. Mana shu jigar. Mana jigarga qarab ketyapti. Qon tomirida ichida nimalar bor o'quvchilar? Birinchi o'rinda oziq modda bor. Keyin lichinka ham bor. Bo'lsa karbon angidrid bor, bo'lsa kislorod bor. Lekin hozircha nima bor ichida? Lichinka bor. O'sha lichinka endi qayerga keldi o'quvchilar? Jigarga keldi. Hali bu voyaga yetmagan, to'g'rimi? Jigarda turibdi. O'quvchilar jigardan keyingi yo'li qayerga qarab bo'ladi? Yurakka. O'zi asosiy maqsad qayerga borish? O'pkaga. O'pkani ham mana bu yerga chizib qo'yamiz o'quvchilar. Mana bu uning o'pkasi. Mana. Sport zalga borgandan keyin o'pkasi zo'r bo'ladi-ku. Uni yuragini ham o'quvchilar mana bu yerga bir mana bunday qiladi, chap taraf bu yoqda. Mana bu yoqda yuragi bor. Chap tarafga ko'proq o'tgan bo'ladi o'quvchilar. Mana shu to'rtburchak yurak desak, yurak necha kamerali bo'ladi odamlarda o'quvchilar? 4 kamerali bo'ladi. Mana shu yurakni 4 ga bo'lamiz. 5 ga bo'lsak yomon bo'ladi, aka. Mana bu yerda mana bu bunday qildiga, demak mana bu o'ng bo'lmacha, mana buchi o'ng qorincha, buchi chap bo'lmacha, buchi chap qorincha. O'quvchilar o'ng bo'lma bilan o'ng qorin o'rtasida nechta tabaqali klapan bor? 3 tabaqali klapan bor yozamiz. 1, 2, 3. 3 tabaqali klapan. Menimcha videoga ham ko'rindi deb bilan o'ylaymiz. Mana chap qorincha bilan chap bo'lmacha o'rtasida nechta tabaqali? 2 tabaqali. Qorinchalarda qanaqa klapan bor? Yarim oysimon. Mana bu yerda qanaqa klapan bor ekan? Yarim oysimon. Bu yoqda ham yarim oysimon. Bizlarga chap kerakmi? Kerak emas. Chunki chap tarafga o'tmaydi askariyda. Sabab o'quvchilar, jigardan chiqqan qon tomir bor-ku. To'g'ri boradi qayoqqa? O'ng bo'lmachaga boradi. Mana. Jigardan chiqqan qon tomirda ichida nima bor o'quvchilar? Tuxummi lichinka? Tuxummi lichinka? Lichinka tuxum yo'q bo'lib ketuvdi. Qayda edi? Tuxum aniqda edi, lichinka. Endi mana bu lichinka ketyapti, to'g'rimi? Qayerga qarab ketyapti? O'ng bo'lmachaga qarab boryapti. O'ng bo'lmachaga boradigan qon tomirni ismi nima? Uxlamang. Alo. Turtvoringlar hozir. Ketdi o'sha. Astag'firullah. Bitta xatoga 5 tadan shunaqangi uraman. Uyg'ularingiz ochilib, butun umr uxlamay yurasiz, aytib qo'yay. Mana qaranglar o'quvchilar. Lichinka keldi. Qayerga keldi? O'ng bo'lmachaga keldi. Demak, o'ng bo'lmachaning ichidagi qizil narsalar, mana bu qizil narsalar lichinka ekan. Nima bilan keldi? Qon bilan keldi. Qon qayerga borsa shu yoqqa boradi. Agar qon og'izga kelganda og'izga borardi. U og'izga bormas ekan. Jigardan chiqqan qon qayerga borar ekan? To'g'ri, o'ng bo'lmachaga kelar ekan. Endi o'sha qon o'ng qorinchaga o'tish kerakmi? 3 tabaqali klapanni ochib o'tadimi? 3 tabaqali klapanni ochdi va 3 tabaqali klapandan o'tdimi jigar qurti? Demak, 3 tabaqali klapandan jigar qurtini Baş joylar kesamizmi deymanda, jigar qurti yedi lekin bor-ku. Nima bo'ladi? Miyaga chip qo'yish kerakmi? Milliard marta aytdim-a? Yo'q, joydami hammasi, anavi gap qarab qo'y. O'zi bilan o'zi qol.
bu askariyda endi qayerda yuribdi? O'ng qorinchada yuribdi. O'ng qorinchada askariyda yuribdi. Askariyda yuribdi. Endi o'ng qorinchadan chiqish kerak edi, u askariyda. Qayergadir borish kerak edi. Yana qon oqimi bilan qayergadir. Asosiy maqsad qayerda edi? O'pka edi. O'pkaga boruvchi qon tomirga qo'shilib oladi. Va u yarim oysimon klapan orqali ketadi. Mana yarim oysimon klapan chiqdi, o'quvchilar. Qayerga bordi? O'pkaga bordi. Mana. Mana buni ochamiz endi. Mana buni ochamiz. Ichida nima bor? Askariyda bor. Askariyda nimasi bor? Kichkina lechinkasi bor. Nima bilan boryapti o'quvchilar? Qon bilan. Qon tarkibidagi karbon angidridlar bilan quchoqlashib boryapti. Chunki karbon angidrid kerak emas-da. Chunki mana bu o'ng tarafda nima bor o'quvchilar? Karbonat angidrid bor o'quvchilar. Demak, qonni tarkibida ham nima bo'ladi o'quvchilar? Demak, askariyda karbonat angidridli qonda bo'lar ekan. Kislorodli qonga bu askariyda o'tmas ekan. Demak, o'tishsa boshqa tema. Demak, bu tarafda faqat kislorod bo'ladi o'quvchilar. Chapda kislorod bo'ladi. U tarafga o'tmayaptimi, demak, mana bu tarafda karbonat angidridli qon tarkibida yuribdi askariyda. Karbonat angidrid. Demak, askariydan lechinkasi qayerga kelib qoldi? O'pkaga keldi va bu tarafda ham bo'ladi baribir o'quvchilar. Mana bu o'pkada ham bo'ladi. O'quvchilar, odam yutalgan payti o'pkada mana bu yerda bronxiolalar bor, bronxlar bor, keyin mana bunda hammasi birikib mana bu narsani hosil qiladi. Mana. Bizda mana bu yerda suyagimiz bor-ku, mana shu. Mana shu narsa o'sha o'pkadan chiqqan narsa-da. O'pkadan kichrayib, mana shu yerga endi katta bo'lib chiqqan. Ana shu ikkovi, ikkitala o'pkadan nima bo'ladi? Bitta bo'ladi. Mana bu yerga kelib, to'g'rimi o'quvchilar? Bitta bo'ladi-da yana mana bunday og'izga boradi o'quvchilar. O'sha og'izga bordi. Yo'l qayoqqa qarab ketar ekan baribir? Og'izga qarab ketadi, o'pkadan chiqyapti, to'g'rimi? Yutalgan payti, misol shamollagan, kerak bo'lgan любой payti ham yutalsa odam balg'am keladi, to'g'rimi? Men so'lakda aytmayman, balg'amni aytayapman. O'pkadan keladigan balg'am, yaxshigina balg'am bor-ku, tasavvur qilyapsizlar? O'shaning tarkibida nima bo'ladi endi? Askaridani lechinkasi bo'ladi. U qayerdan chiqdi? Balg'amga qayerdan qo'shildi? O'pkadan. Gazlar almashinuvi bo'ldi-da ham mana bu qon tomirdan o'tdi-da ham o'pka alveolalaridan ham o'tdi-da ham o'pkaga kirib oldi. O'pkadan endi balg'amga qo'shildi-da yana og'izga qarab ketyapti. Mana tuxum bilan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi deb o'tib ketyapti. Tuxum ham bor-ku. Mana bu yerga kelgan payti tupursa yaxshi. Boya aytdim, tupursa yaxshi. Liqqa yutib yersa endi bu gaz emas-ku. Nima aytasizlar? Yutib yuborgandan keyin xildoq usti tog'ay. Mana bu yo'lni yopa. Borish bor, qaytish yo'q, zo'ra. Borsa kelmas. Borish bor, qaytish yo'q. O'sha yutib yubordi, xildoq usti tog'ay. O'pkani yo'lini tirs yopdi. O'sha keyin ketadi. Qayerga qarab ketadi o'quvchilar endi? Mana bu yerda oshqozonimiz bor edi. O'sha oshqozonga qarab kelay endi. Mana qizil bilan chizyapmiz oshqozon, boyagi oshqozon. Oshqozonga qarab kim keldi? Askariyani lechinkasi keldi. Hali voyaga yetmagandi, oshqozonga kelib olgandan keyin o'zi kattarib boshladi. Endi oshqozondan keyin o'sha askariyani lechinkasi qayoqqa o'tadi o'quvchilar? Ingichkachakka o'tib, endi nima bo'ladi bu? Kattaroq bo'ladi. Gidita qancha bo'ladi bu askariyda? Yana jigar qurib dedim men. Bu askariyda gidita 15-25 20-40 santimetrgacha katta bo'ladi. U qanday mayda edi o'quvchilar boya? Shunchalik mayda edi, o'pka alveolalaridan ham, ignaning uchidan ham, sochdan ham mayda edi. Endi bu ingichkachakda qay darajada katta bo'lib ketyapti? Ko'z bilan ko'ra oladigan darajada katta bo'ldi. Quturgan davri bo'ldi. O'sha quturagan davr bo'ldi. Mana shu yerda armiyani boshlaydi. Ingichkachakda askariyda qanday yashaydi? Taqal olamidi? Taqal olatda yana bu minutigami, sekundigami, haftasigami, kunigami bilmam, bola chaqani bosaveradi. Bular nikoh o'qiydidan, o'sha to'yni boshlaydidan, og'aylar chaqirib, butkul mana shu ingichkachakda ichida to'y tomoshalar qilib, bola chaqalarni nima qilar ekan? Dunyoga keltiraveradi. Bo'lajak vahshiylar dunyoga keltiraveradi. Endi tuxum qayda paydo bo'lyapti? Ingichkachakda paydo bo'lyapti. Kimda tuxumi? Askariydan tuxumi. Qanaqa voyaga yetganmi, voyaga yetmaganmi? Voyaga yetganini tuxum qo'ydi-ku. Voyaga yetganini o'zi ham nechtasini?
ikkitasi. Bittasi erkak, bittasi ayol. Ikkovidan paydo bo'lgan kichkina askarchalar, hali bo'lajak askarchalar. Ha, hali bo'lgan yo'q, hali uxlab yo'q. Hali endi o'sha plan bitdi. Ular tashqariga chiqyapti. Mana bu Termizak, umuman yosh bola emas, katta odam ham-da. Endi yosh bolani misol qildim, farosatsizlarcha tashqariga chiqib keladi-ku o'sha. Yoqqa bormaydi, hojatxonaga bormay, agaratga borib keladi. Yoqqa borib keladi, yoqqa borib keladi, yosh bolada. Endi katta bola borar-ku. Men mujikman, men shaqa boraman kechuvsa ham. Yoshim katta bo'lib shaqa borib keladi-ku, duh bilan. Hammada bo'lgan, yoshlikda bo'lgan bolalar, bo'lgan bilaman. Duhlar yetmagan she'ra borgan kechqurun. Ba'zilar hozir ham duh yetmaydi kechqurun. Ayniqsa lampochka bo'lmasa. Bash yerda. Hech kim o'sha ko'plar domda yashamaydi-ku, hovlida yashaydi o'zimizga o'sha. Endi bilmadim, qizlarda o'sha bolalarda bo'lgan, men bilaman. Shuning uchun befarosat bolani nazarda tutdim bu yerda. Endi o'quvchilar bu 240 ming talab nima paydo bo'ldi ingichka-chakda? Tuxum paydo bo'ldi. O tuxum ingichka-chakda turaversa nima bo'ladi? O so'rilmaydi o'quvchilar. Qon uni so'rib olmaydi. Nima uchun so'rib olmaydi? Savol tug'iladi. O'quvchilar nimaga so'rib olmaydi? Chunki tuxum lichinkadan juda katta. U tuxumda kapillyar qon tomir so'rib ololmaydi. Tasavvur qiling, tasavvur qiling. Mana o'chagini og'izga mana o'cha go'sht suqami? Suqmaydi-ya. Suqmaydi. Bu kapillyar qon tomir juda mayda narsani tortadi. Tuxum endi katta. Tasavvur qiling, 40 santimetrlik ayol ko'zga ko'rinmaydigan darajada mayda narsa tug'adimi? Ha? Katta narsa tug'ami tug'anga yarasha? Katta narsa tug'adi. U katta narsani qon tomir so'rib olmaydi-da. Turyoq bu deydi. Katta joydan tashqariga o'sha yo'g'on ichakdan chiqib ketdi, sayohat endi boshlanadi o'sha yoqqa. O yo'g'on ichagimizni o'sha katta-da, eng yirik qon tomir deb. Eng yirik ichaklardan-da. O'sha eng katta yo'g'on ichakka bordi, undan keyin to'g'ri ichak bor, yana eng kattalaridan. Ya'ni bizada yo'g'on ichak, to'g'ri ichak eng katta ichaklarda. Ana shu ichaklarga sayohatni boshlaydi. O'sha joydan tashqariga chiqib ketadi. U hech qaysi joydan so'rila olmaydi. Kapillyar qon tomirlar yerda so'rmaydi. Shuning uchun katta ichaklarga boradi-da, yana o'sha ichakdan tashqariga chiqib ketadi. Tashqarida nima holatda yuribdi tashqarida endi? Tuxum holatda yuribdi. Lichinka tashqariga chiqmaydi. Lichinka nima bo'ladi o'quvchilar? So'rilib ketadi. Chunki lichinka kichkina, o'sha kapillyar so'rib olinadi. Tuxum katta. Ana shu gap shu o'quvchilar. Mana shu mexanizm shu. Mana shu narsani yaxshilab tushunib olgan, ana shu askariydani qayerda qanday holatda bo'lishini biladi. O'quvchilar, men bu yurakka olib bordimmi? Bu yurakka olib bormadimmi? Bu tarafda bu yurakka ham bormadi. O'quvchilar, miyaga bordimi? Bormadi. Agar bir ayol bo'lsa bachadonni yozdimmi? Bachadonga bormadi. Bachadon oldi o'tib ketsa ham bachadonga bormaydi o'quvchilar. Qon qayerga borsa, o'sha mexanizmda yotladimi? O'sha mexanizm. Bo'ldi, boshqa joy emas. Sizga 3 ta vaqali yo'q, 2 ta vaqali deydimi? Chap bo'lma deydimi, chap qorin deydimi, taloq deydimi, buyrak deydimi, bachadon deydimi, miya deydimi, nima qilmaydi yoqqa? Bormaydi. Boradigan joylarni bilib oldik. Boshqa joyga sayr qilmaydi. O'sha ichak bilan, qon tomirlar bilan, o'sha joylar bilan sayrini davom ettirib, shunday qilib, mana shu hayotda shu mexanizm bo'yicha yashaydi. O'quvchilar hayvonning ichiga kirib qolmadi bu, yoki boshqa narsaning ichiga kirmadi, yoki suv shirlariga kirmadi, yoki bir kichkina parazitchalar kirmadi. Qanday mexanizm bo'lganini ko'rib chiqdilaring. Asosiysi ham odam bo'ldi. Oralig'i ham odam bo'ldi. Ya'ni nima demoqchiman? Tuxum ko'rinishida ham odamning ichida yurdi. Lichinka ko'rinishida ham odamning ichida yurdi. Kap katta bo'lgan davrda ham odamning ichida yurdi. Shuning uchun asosiy ham oraliq ham kim bo'ladi? Odam bo'ladi. Kimda? Askariyda. Jigar qurti kim edi? Jigar qurti oraliq xo'jayin kim edi? So'shillig'i. Asosiy xo'jayin kim edi? Qoramol edi. Qoramol tasmasini chuvalchangini oraliq xo'jayini kim edi? Qoramol edi. Asosiy xo'jayini odam edi. Cho'chqa tasmasini chuvalchangini oraliq xo'jayini cho'chqa edi. Asosiy xo'jayini odam edi. Ixnakokni asosiy xo'jayini yirtqich hayvonlar, oraliq xo'jayini o'txo'r hayvonlar edi. Ana shunday yodlaveramiz. Mana shu askariydaniki ikkovi ham bitta ekan. O'sha mexanizm tushundilaring deb o'ylayman. Kecha buncha narsani tushuntirganimizda bu juda ham katta, ko'p vaqt olib ketadi. Hozir bundan keyin agar megabayt yoki daqiqa kattarib ketmagan bo'lsa, halqalilarda ham bitta videoda tushuntiramiz. Qancha bo'ldi vaqti o'zi?
Pauza qilingchi, bir o'ylashib ko'raylikchi. Bu jigar qurtida o'z askariyada o'quvchilar o'zi ham qanaqalab bor? Mercedes-Benzga o'xshagan ishtalabi bor. O'sha YouTube'da ko'rganlar ham tintaqmi desa kerak. Jigar qurti. Ichida jigar qurti bormikan deb o'ylasa ham kerak. Men bu askariydani yozib ham qo'yaylik. Askariydani labi. Askada. Farqi yo'q, askariydan labi. Mana shu lab qayerda bo'ladi o'quvchilar? Og'izda bo'ladi. Demak, bu yer nima ekan? Og'iz. Lab birinchi bo'lib qaysi hayvonda? Askariydada paydo bo'libdi o'quvchilar. Askariydani o'sha labidan keyin mana bu yerda qisqa halqum bor. Undan keyin o'quvchilar nima bor? Qizil o'ngachcha bor. Mana shu yerda qizilroq qilaylik. O'quvchilar qizil o'ngachdan keyin bularda oshqozon yo'q. Qizil o'ngachdan keyin nima keladi? Jig'ildon deysizlarmi? Jig'ildon bormi ekan? Shu yerda keyin. Bu qizil o'ngachdan keyin. Qizil o'ngachdan keyin jig'ildon chuvalchangda bor. Mana bu yerda o'rta ichak. O'rta ichakdan keyin keladigani keyingi ichak. Bundan keyin o'quvchilar oxiri o'sha anal teshigi bilan yakunlanadi. Xo'p, o'quvchilar, mana bu askariyda o'sha ingichka ichakdagi hazm bo'layotgan oziqni boshqovdan yeydi, og'izdan kirib, halqumdan o'tadi, qizil o'ngachdan o'tadi, o'rta ichakdan o'tadi, keyingi ichakdan o'tadi va hazm bo'lmay qo'yiladi-yu. Hazm bo'lmagan axlati bo'ladi-yu. Uni ham odam ichiga chiqarib yuboradi. Ko'ryapsizlarmi? Qayerga chiqaradi? Tashqariga chiqib kelmaydi. Daji yosh bola chiqmayotgan joyga. Og'izdan o'tdi, qizil o'ngachdan o'tdi, qizil o'ngachdan nima qiladi bunda? Qisqa halqum-ku. Qisqa halqumdan o'tdi, aytdim nima? Og'izdan qisqa halqumdan va keyin mana bu qizil o'ngach endi. Endi qizil o'ngach keladi. Endi qizil o'ngachdan keyin o'rta ichakdan keyingi ichak, undan keyin orqa chiqaruv teshigi. Bunda o'sha anal o'quvchilar. Ketma-ketlik yodlash kerak-da. Og'izdan keyin qisqa halqum. Birdan men adashdimki, qizil o'ngach kelib qolmaydi. Qisqa halqum tugab qizil o'ngach, keyin o'rta ichak, keyingi ichak, keyin anal teshigi. O'sha ovqat mana shu yerdan kirib, hazm bo'lmagan tashqariga chiqib ketadi. Nerv sistemasini o'qib qo'yasizlar. Ayrish sistemasini ham o'qib qo'yasizlar. Hozir biz halqali cho'lchanglarga o'tib ketamiz. O'qiladigan narsalar. Chunki bularning nerv sistemasi ham, ayrish sistemasi ham undan oldingilariga o'xshab ketadi. Undan oldingilarini biz o'rgatdik. Halqali cho'lchanglar tipi. Boshlagansizlar? Halqali cho'lchanglar tipi. Buni sinf bor. Va to'garak cho'lchang tipida sinf bormi? Yo'q, vakillar bor edi. Halqali cho'lchanglar tipida sinflar bor, sinflar vakillar bor. To'garak cho'lchanglar to'g'ri, ba'zi joylarni to'liq qilmadi. Misol uchun rishta haqida yoki bo'sagijja haqida yoki-da o'sha askariydan ba'zi bir joylarni ham to'liq aytmadim. Chunki to'liq aytsak vaqt yetmaydi. Nimadirlar, uni o'qiysizlar. Halqali cho'lchanglar tipini ham sinflarini kerakli joylarida o'quvchilar tushuntirib beradi. Halqali cho'lchanglar tipini birinchi sinfi kam tuklilar sinfi. Keyingi sinf o'quvchilar ko'p tuklilar sinfi. Keyingisi o'quvchilar zuluklar sinfi. Nechta sinf bo'lyapti? 3 ta sinf bo'lyapti. Kam tuklilarga o'quvchilar o'sha mashhur yomg'ir cho'lchangi va qizil cho'lchang. Keyin ko'p tuklilarga o'quvchilar dengiz ko'p tuklisi va nerida. Zulklarga zulklar, misol tibbiyot zulki. Mana shunday vakillar misol bo'ladi. Agar biz mana bu birinchi yomg'ir cho'lchangiga yaxshilab e'tibor berib mana shuni tushuna olsak, qolganlari shunga o'xshaydi. Даже boshqa mavzulardagi metanefridi degan jumlalar yoki-da boshqa narsalar mana shunga o'xshaydi. Shuning uchun biz tushuna olishimiz kerak yomg'ir cho'lchangi.
Yomg'ircha o'lchangi kam tuklaymi, ko'p tuklaymi o'quvchilar? Kam tuklaymi. Hozir biz nima haqida gaplashamiz o'quvchilar? O'sha yomg'ircha o'lchang, ya'ni bu o'quvchilar tabiat dehqonida. Nima uchun dehqon deyapman? Ya'ni ham biz yomg'irdan keyin chiqadi. Tuproqni qayta ishlaydi. Tuproqning unumdorligini oshiradi. O'simliklarda nafas olishini kuchaytirishiga yordam beradi. O'sha biogomus ishlab chiqaradi. O'sha narsani tushuntirib beraman. Bobo dehqon. Yomg'irdan keyin chiqishini ham tushuntirib beraman. Ha, yomg'irdan keyin chiqadi, to'g'ri. Mana buni yer deydigan bo'lsak, mana bu yerdan o'quvchilar chuvalchang yurgan bo'lsa, shu yomg'ir chuvalchang yurgan bo'lsa, u yerda paydo bo'lib qolmaydi-ku. Mana bu yerdan kirib borgan, to'g'rimi? Demak, mana bunday nimasi bor, uni yo'li bor. Demak, mana bu yer ochiq. Agar yomg'ir yog'sa, mana shu joy suvga to'lib qoladimi? Keyin nafas ola olmay qoladimi? Bu jabra bilan nafas olmaydi o'quvchilar yoki o'pka emas, teri bilan nafas oladi. Nafas ola olmay qolgandan keyin chuvalchang noiloj tashqariga chiqadimi? Yomg'irdan keyin yer yuzida paydo bo'lib qoladi. Tushunyapsizlar? Yer yuzida shuning uchun paydo bo'lib qolar ekan. Yomg'ir yog'ar ekan, mana bu tuproqning ichidagi mana bu uylar, o'quvchilar uyning ichida chuvalchang bor. O'sha chuvalchang keyin tuproq ichidan nima qiladi? Tashqariga chiqadi. Agar shu yerda qolib ketsa, yomg'irning ichida o'ladi u nafas ola olmasdan. Agar mabodo bizlar o'sha chuvalchangni qup-quruq narsani ustiga qo'yib qo'ysak ham o'ladi, nafas ola olmaydi. Chunki u terisi bilan nafas oladi, tuproqda yashash kerak. Tuproqda turadi. Suvning ichida emas, quruq temirning ustida emas yoki kafilning ustida emas. O'sha tuproqda yashash kerak. Suvda ichida demadik. Shuning uchun bu yomg'ir chuvalchangi deyiladi. Endi bu yomg'ir chuvalchangini o'quvchilar tashqi tuzilishi, ichki tuzilishi, ko'payishi, nerv sistemasi, jinsiy sistemasi yoki oziqlanishi bo'lsa agar foydali taraflari bo'lsa, foydali taraflari, ayirish sistemalarini va hokazo shu narsalarni tushuntirib beraman o'quvchilar. Biza ma'lumotlarga ko'ra, mana shu eski 2017 yil kitobining ma'lumotlari chuvalchang necha santimetr deydi? 8-10 santimetr deydi. Endi o'quvchilar 8-10 ga doir, sifrga doir nimalar ko'p-da. Misol uchun, qoramat tasmasimon chuvalchangning uzunligi 8-10 metr yoki anavi nechtadan 8-10 ta nima qilardi? Nima qilardi o'quvchilar 8-10 tagacha. Biz o'tgan dars ZTM space bilan o'tdik, ha? 8-10 ta nima bor? 8-10 avlod nasl qoldirardi, ha? Chivinlarimiz, pashshalarimiz. Yoki-da 8-10 ta paypasdagishlar. Bunga o'xshagan narsalar, sifrlar ko'p o'quvchilar. Shuning uchun 800 santimetrda ham yodlab olishimiz kerak. Xo'sh, chuvalchangni chizamiz. Mana bu o'sha yomg'ir chuvalchangi. O'quvchilar tanasi nimalardan iborat? Halqalardan iborat. Mana bu yerda ham endi halqa qilmasak bo'lmaydi-da. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti. Ko'p halqasi bo'ladi. Endi biz shunchaki o'quvchilar chuvalchangning boshi bo'ladimi? Bo'lmaydi. O'quvchi oldingi tarafi bo'ladi, orqa tarafi, lekin uni bizlar bosh deya olmaymiz. Bosh neredada bo'ladi. Neredada bu. Bu nima ekan mana bu taraf? Og'zi bor taraf nima taraf? Oldingi taraf deyilar ekan. Anal teshigi bor taraf nima deyiladi o'quvchilar? Orqa. Bu taraf ham oldi deyilmaydi, to'g'rimi? Ko'z yo'q. To'g'ri gap. Maxsus sezgi organlari yo'q o'quvchilar. Maxsus sezgi organlar ko'z, quloq yoki nimadirlar. Planariyada maxsus sezgi organ bormidi? Ko'z bor edi, paypaslagishlar bor, teri orqali sezadi. Bularda nima ekan? Maxsus sezgi organ yo'q ekan. Bular o'quvchilar terisi orqali har xil ta'sirlar sezishi mumkin o'quvchilar. Lekin maxsus sezgi organ yo'q. Bizlar buni ovqat hazm qilish sistemasini gaplashadigan bo'lsak, og'izdan keyin o'quvchilar qisqa nima keladi? Halqum, halqumdan keyin qizil o'ngash keladi. Qizil o'ngashning keyingi qismi kengayib nima bo'ladi? Jig'ildonni hosil qiladi. Jig'ildondan keyin o'quvchilar oshqozoni bor bularda. Demak, nima paydo bo'ldi o'quvchilar? Oshqozon paydo bo'ldi. Oshqozondan keyin o'quvchilar ichak va ichak oxirida anal teshigi bilan tutashgan. Mana shu ichak anal teshigi bilan tutashgan. Endi agar bu tuproqning ichida yashaydi-ku, tuproqdagi chirindilar bilan oziqlanadi deyilgan. Tuproqni yeydi, o'zi tuproqni yeydi. Tuproqni yeydidan tashqariga nima qiladi? Biogomus chiqarib yuboradi. Ya'ni tuproqni chiqaradi, qayta ishlab chiqaradi-da, qizil o'ngachida yo jig'ildonda, oshqozonda qayta ishlaydi-da, tuproq chiqaradi. O'sha qayta ishlayotgan payt o'ziga nimani olar ekan? Tuproq tarkibidagi chirindilarni, oziq moddalarni olar ekan o'ziga. Demak, o'zi uchun chirinda oziq modda oladi va tuproqni nima qiladi?
tashqariga yaxshilab chiqarib beradi. Shuning uchun dehqonlar kerak bo'lsa chuvalchang olib kelib ham огородga qo'yib yuboradi. Yomg'ir chuvalchangini, ya'ni biogomus chuvalchanglarini. YouTube'ga yozsalar ko'p chiqadi bunaqa narsa. Demak, mana bu nima ekan o'quvchilar? Og'iz. Bu nima ekan? Halqum. Bu-chi qizil o'ngach, bu-chi jig'ildon, hech qanaqa. Mana bu-chi oshqozon, bu ichak. Keyingisi o'quvchilar, anal teshigi. Mana shu ketma-ketlikda ovqatni nima qilardi? Parchalaydi. Endi bitta yana narsa o'quvchilar, mana bu ovqat mana bu yerda ichakda, boya aytdik-a, boya ham aytdik, ichakda hazm bo'ladi. Ichakda hazm bo'ladi, kapillyar qon tomirlari ichakda o'rab olgan bo'ladi-da. Ana shu kapillyar qon tomirlarga nima qiladi? Oziq modda so'riladi va butun tanaga endi nima qiladi? Oziq modda tarqaladi. Tushunyapsizmi? Energiya sifatida tarqaladi. Endi buni nerv sistemasini gaplashamiz. Bu shunaqangi sal murakkab hayvonki o'quvchilar. Hozir bo'g'imlarga bo'ldik-ku. Har bir tana bo'g'imida xuddi bittadan chip qo'yilgan organizmga o'xshaydi. Hozir uni tushuntirib beraman o'quvchilar. Mana shu yomg'ir chuvalchangi deydigan bo'lsak, o'quvchilar, mana shu oldingi tarafi bo'lsa o'quvchilar. Oldingi tarafida halqumni ustida va ostida ikkita yirik nimasi bor? Nerv tuguni, ko'z emas, ko'z yo'q bunda. Ko'z deysizlar. Halqum usti, halqum osti nima bor ekan o'quvchilar? Nerv tuguni. Va o'sha halqum usti va halqum osti nerv tugunini o'quvchilar. Mana bu yerdan aylana nimalari bir-biriga bog'lab turadi. Halqum atrofi nerv tomirlar deymizmi endi? Mana shu narsalar bo'ylab turadi. O'rtada nima bor o'quvchilar? Yo'q, o'rtada halqum bor. Halqum ustimida o'zi? Adashib ketsak qarab-qarab qo'yasizlar. Endi o'quvchilar, halqum ustidan emas, halqum ostidan nerv tolasi chiqib ketadi. Qanday chiqadi? Mana bunday chiqadi, bitta tochka qo'yadi, chipni qo'ydi. Mana bunday chiqadi, yana bitta chipni o'rnatadi. Mana bunday chiqib yana, ya'ni tugun qo'yyapti. Tushunyapsizmi? Har bir bug'unga nima qo'yyapti o'quvchilar? Tugun. Xuddi chip deylik, tugun. Mana. Buni miyasi yo'q, lekin miyaga o'xshagan narsa butun tanada bor. Butun tanani qayerda? Har bitta bo'g'inida bor o'zi ham. Tushunyapsizlar-a? Har bitta bo'g'inning o'zini nimasi bor? Chipi bor. Va bu tugunlarda nimalar chiqadi o'quvchilar? Nerv tolalari chiqadi va har bitta tanani bo'g'inini nima qiladi? Nerv bilan ta'minlaydi. Mabodo chuvalchangni ushlab qo'yib, luboy bitta joyiga qo'lingizni tegizsangiz, o'sha joyini qimillatadi. Keyin boshqa joydan qimillatadi. Yoki shartda kesib o'rsangiz, o'sha joydan qimillab boshlaydi, keyin boshqa joylarga yetib boradi. Birinchi axborot qayerda sintez qilib, mana shu yerga teyindikmi? Mana teyinyapti deyta signal beradi. Bitta signal emas, bu butun mana shu joydagi butun a'zolarni boshqaradi. Har bir bo'g'imda a'zolar bor. Hozir o'rgataman. Har bir tana bo'g'imida a'zolar bor. Uni ham o'rgataman o'quvchilar. Buni bildilaring, nerv sistemani bildilaring. Nerv sistema shu tugaydi o'quvchilar. Endi biz keyingi qiladiganimiz ayirish sistemasi. Xuddi shu joyini mana bunday qilib o'chiramiz, ayirish sistemasi. Ayirish sistemasiga axlat tashqariga chiqishi kiradimi o'quvchilar? Axlatning tashqariga chiqishi kiradimi? Ha deganlar tezroq ilmli bo'lsin, yo'q deganlar to'g'ri aytadi. Axlat ayirish sistemaga kirmaydi. Ayirish sistemaga keraksiz zararli siydikka o'xshash mahsulotlar kiradi. Siz deylik bir tashqariga siydik chiqarsangiz, bu buyrak orqali chiqib ketyapti bu. Bu ayirish mahsuloti. Bu axlat emas. Axlat u axlat, ovqatning qoldig'i. U ayirish mahsuloti emas. Ayirish sistemasini biz chizishimiz uchun mana bunday har bitta tanasini avvalambor nimalarga bo'lamiz? Bo'g'imlarga bo'lib qo'yamiz. Chunki biz aytdik, har bitta tana bo'g'imida o'ziga xos xususiyatlari bor buni. Har bitta tana bo'g'imida hozir nerv sistemani ko'rdik. Endi ko'radigan narsamiz nima bo'lyapti o'quvchilar? Ayirish sistemasi bo'lyapti. Mana buni qop-qolgan ayirish sistemasi. Deylik, mana bu yerda o'quvchilar bitta varankasimon kengaygan uchli o'sha sirtmoqqa o'xshash degan ayirish organi bor. Va mana bu yoqqa boshqa tanaga o'tkazordimmi? Qaranglar. Mana. Boshqa tanani o'zi ham qayerga o'tkazdim? Sirtiga o'tkazdim, ha? Terisiga o'tkazdim. Varankasimon kengaygan uchida mana bunaqa narsachalari bo'ladi. Keyin yana bitta bo'ladi-da u. Ikkita bo'ladi. Tushunyapsizlarmi o'quvchilar? Bu ham keyin bunday o'tadi, bu tanani sirtiga ochiladi. Ko'ryapsizlar-a?
Mana bu yerda mana bunday. Ya'ni bu degani mana shu tana bo'g'imidagi zaharli moddalarni o'zini ichiga yutadidagini teriga chiqarib yuboradi. Keyin bu tanani bo'g'imida ham o'quvchilar nima bo'ladi? Varankasimon kengaygan uchi va sirtmoqqa o'xshash tashqariga ingichkalashgan uchi ochiladi. Yana bo'ladi mana bu yerda o'quvchilar mana va tashqariga ochilib ketadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi o'quvchilar. Varankasimon kengaygan uchi va keyingi uchi qayoqqa? Bu tana bo'g'imidan tashqariga ochiladi. Mana nechtadan yozyapman men bo'ladi o'quvchilar? Ikkitadan. Mana bu ingichkalashgan bo'ladi, yo'g'onib ketyapti, uzr. Mana. Ingichkalashgan uchi teriga ochiladimi, tanaga ochiladimi? Teriga ochilyapti. Varankasimon kengaygan uchi qayerda bo'ladi? Ichkari, tana bo'shlig'ida bo'ladi. Tana bo'shlig'idagi suyuqlikdagi zaharli mahsulotlar o'ziga yig'ib olib, bu uydagi, ya'ni bu xonadagi terini nimasiga chiqarib yuboryapti. Tushunyapsizlar? Teri doimo ho'l bo'lib turishiga ham sabab mana shu yerda bitta sabab bor. Demak, teriga chiqarib yuboradi, keraksiz mahsulot tashqariga chiqib ketadi. Sidikka o'xshab teri nam bo'lib yuradi. Endi o'sha namlikni saqlab qolish uchun chuvalchangning terisi o'sha narsa bilan qoplangan. Coca-Cola, ha? O'sha narsa bilan qoplangan. O'sha tushunmaydiganlar yangi kitobda o'qib tushuna oladi. O'quvchilar mana shu narsa chuvalchangning tanasini o'sha qurib qolishdan saqlaydi, qaysidir ma'noda. Agar qurib qolsa, nafas ola olmaydi. Nafas olishini hozir tushuntiraman, o'sha payt bila olasizlar. Kislorod degan narsa nam payti tez yuqadi organizmga. Shuning uchun doim nam bo'ladi va bu butun terisi bilan kislorodni tortadi-da. Mana bu ayirish sistemasini tushundilaringizmi va bu ayirish sistemasi 1 uchi ochiqmi, 2 uchi ochiqmi? 2 uchi ochig'i, varankasimon kengaygan uchi ham ochiq, ikkinchi ingichkalashgan uchi ham ochiq. Demak, bu nima deyiladi bizda kitoblarimizda? 2 uch. Yo'q, 2 uchi ochiq degani nima degani? Metanefrida, protonefrida, metanefrida deyiladi o'quvchilar. Metonefrida deyiladi. Demak, 2 uchi ochiq bo'lsa metanefrida, bitta uchi ochiq bo'lsa protonefrida degan narsalar bo'ladi o'quvchilar. Bu ayirish organi tuzilishi. Chunki buni 2 uchi ochiq. Varankasimon kengaygan uchi ham ochiq, tanan sirtiga ikkinchi uchi ham ochiq turibdi. Demak, metanefrida. Har bitta tana bo'g'imida nechtadan bo'lar ekan? Ikkitadan bo'ladi. Oxirgacha ketaveramiz. Tushunishlaring uchun 3 4tasini chizib beraman. Bo'g'inda. Demak, ayirish organlari mana shunday. Mana bu xonadan zararni olsa, bu xonani tepasiga. Nimasiga? Tepasiga. O'sha balkonigami, yuzigami, tashqariga chiqarib oladi. Bu o'quvchilar ayirish sistemasi edi. Nafas olish sistemasidan ko'ramiz. Kim haqida gapiryapmiz o'zi? Nomir Cho'lchan. Endi askarida desam. Nimani gapiramiz dedim hozir men? Yo. Nimani o'rgataman dedim. Nomir Cho'lchan nafas olishi. Nafas olishini qon aylanishiga bog'lab tushuntiraman, xo'p desalar. Bunda o'quvchilar yaxshigina katta ikkita qon tomiri bo'ladi mana. Mana bunday qon tomir bo'ladi. Men sizlar bir nimani tushunishlaringiz uchun soatni chizaman. 12 deylik, 1 3 6 8 10 yana 12. Deylik 11. Endi taylab ketdim-da o'rtada, ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Qanday aylanadi soat? Mana bunday aylanadi, to'g'rimi? Ha? Hozir 1 bo'lsa 1 soatdan keyin 12 bo'lib qolmaydi-ku. 2 bo'ladi, to'g'rimi? Keyin 3, keyin 4 bo'ladi, to'g'rimi? Soat qanday aylanyapti o'quvchilar? Mana shunday. Tushunyapsizlar-a? Buni qon aylanish sistemasi soat strelkasiga to'g'rimi, teskarimi desak, biz teskari deymiz. Sababini tushuntirib beraman. Agar men yerga qarab egilsam, qorin tarafim yer tarafda bo'ladimi, orqa tarafda bo'ladimi? Yer tarafda bo'ladi. Buni ham xuddi shunday deylikda, mana bu qon tomir deyin nima deymiz? Qorin, qon tomir deymiz. Qon tomir. Bitta katta tomirni yozdik. Orqa tarafdagi qon tomir nima bo'ladi endi? Orqa qon tomir deyiladi-da. Ha, orqa qon tomir deyiladi. Mana bu nima ekan o'quvchilar? Orqa qon tomir. O'quvchilar, bularda hech qachon chuvalchanglarda hech qachon orqadan orqaga harakatlanmaydi qon. Agar orqa qon tomirdan orqaga qarab harakatlanganda mana soat strelkasiga to'g'ri bo'lib qolmasmidi? Ha? Mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Soat strelkasiga to'g'ri bo'lib qolmaydimi? To'g'ri bo'lib qoladi.
Yetib boryaptimi nimadirlar o'quvchilar? Yo'qsiramaysizlar-da. Bittaga 5 ta aytib qo'ying. Ertangi dars kutib turibdi ayanchli jazolar. Hech qaysi gruppa sizlarda bunday tushunayotgani yo'q. Ko'plar video ko'rib tushunyapti. Shu videosiga ham nima o'quvchilarimiz bor-da, xatya videosini tayyorlang iltimos, videoni nimasiga. Короче, bu orqadan orqaga emas, orqadan oldinga qarab harakat qilar ekan. Orqa qon tomiridagi qon qayerga qarab harakat qilar ekan? Oldinga qarab harakat qilar ekan. Endi qorin qon tomiridagi qonlar qayerga qarab harakat qiladi? Orqaga qarab harakat qiladi mana. Orqaga qarab harakat qiladi. Soatga strelkasiga nima bo'lyapti o'quvchilar bu? Teskari bo'lyapti. Endi savol tug'iladi-da. Ustoz, odamda ham qon aylanish sistemi bor, qushda ham, hayvonda ham bor. Yurak qonni aylantirib beradi. Bularda yurak yo'q. Nima aylantirib beradi desa, bularda yurak vazifasini bajaruvchi qon tomirlar. Ya'ni mana bu yerda 5-6 ta yo'g'on o'quvchilar. 5-6 ta yo'g'on halqa qon tomir 2 3 4 5. 5-6 ta yo'g'on halqa qon tomirlar bor. Bu yurak vazifasini bajaradi. Yurak bo'lib qolmaydi. Misol uchun bilasizlar, ko'cha bolalar bor-ku, paxanlar. Paxan bir joyga dam olishga ketsa, kimnidir paxan qilib ketsa, paxan bo'lib qolmaydi-ku. Prosta vazifani bajarib turibdi, ha? Bu yerda ham xuddi shunaqa. Yurak yo'q. Yurak vazifasini bajaruvchi nima bor? Qon tomirlar bor. O'zi aslida bunaqa qon tomiri juda ham ko'p o'quvchilar, ko'p balada. Mana shu aylana ketgan. Lekin, ya'ni paxanchalar ko'p, ko'cha bolalar ko'p, ichida paxanlar kam bo'ladi. Mana shu yerdagilar o'quvchilar kachokroqda. Kachokroq. Prezident dam olishga ketsa, vazirni prezidentlik vazifasini bajarishga saylab ketadi, to'g'rimi? Bu prezident bo'lib qolmaydi u. Yoki oddiy odamni qilib ketmaydi-ku. Ya'ni oddiy qon tomirlarini qilib ketmaydi. Yo'g'onroq halqa qon tomirlarini yurak vazifasini bajarish uchun ta'minlaydi. Bularda yurak yo'q. Yurak bir joyga ketib qolgan deb o'ylamanglar. Yurak hali paydo bo'lgan yo'q bunda. Endi yurakka o'xshash narsalar paydo bo'lyapti. Yurak vazifasi nima edi? Qonni bir qisib haydash, yana bir kengayib qonni tortish. Nasos. Qon tomiri ham xuddi shu nasos. Agar qon tomirlar bir qisilgan payti qon qayerga qarab harakat qiladi? O'sha yoqqa qarab. Qorin qon tomirdan orqaga qarab harakat qiladi. Keyin mana bu yurak atamasi dedik-ku, bo'shashgan payti, kengaygan payti qonni qayerdan so'rib oladi? Orqa qon tomirdan oldinga qarab so'rib oladi o'quvchilar. Mana shu aylanishda aylanaveradi, kapillyar qon tomirlarga tarqalib ketaveradi. Mana bu katta ikkita qon tomirda mayda kapillyar qon tomirlar butun yuzani qoplab olgan bo'ladi. Ana shu kislorod ham, oziq modda ham o'sha ikkita katta qon tomirdan mayda kapillyar qon tomirlarga chiqadi-da, butun kapillyar qon tomir tanasini qoplaydi. Shuning uchun yomg'ircho'lchaning terisi qip-qizil bo'lib yuraveradi. Teri yupqa, butun boshli tana kapillyar qon tomiri bilan qoplangan. Tasavvur qilinglar, butun boshli tana nima bilan qoplangan deyapman men? Kapillyar qon tomiri bilan qoplangan. Juda ko'p kapillyar qon tomirlar bilan qoplangan butun boshli tanasi. Hamma joy. Sababi ham bor o'quvchilar. Sabab birinchi o'rin nafas olish, keyin oziq modda harakat qilish, yana o'z sabablari ko'p. Kapillyar qon tomiri terining sirtida ko'pmi? Teri sirtida ko'p. Burni yo'q-a bu nafas olgan. O'pkasi yo'q, jabrasi yo'q, to'g'rimi? Ana shu kapillyar qon tomirlariga tashqaridagi kislorod tepa shilimshiq ho'l bo'ladi. O'sha ho'llik bilan birgalikda kislorod almashinadi. Kapillyar qon tomirlar kislorodni o'ziga singdiradi va u kislorodni qayerga beradi? Qon tomirga beradi. Va o'sha qon tomirda kislorod tana bo'ylab yana aylanaveradi. Karbonhidratni ham tana orqali qayerga chiqarib yuboradi? Tashqariga chiqarib yuboradi o'quvchilar. Qon aylanish sistemi mana shunday bo'lyapti. Nafas olish sistemi ham mana shunday bo'lyapti. Uyg'un bir-biriga bu narsalar. Ovqat hazm qilishi ham shunga uyg'un o'zi aslida. Bu og'iz, halqum o'rgatdim bu. Yana endi jinsiy sistemalari qolyapti. Ayirishni o'rgatdimmi? O'rgatdim. Jinsiy sistemasini ham ko'rib chiqamiz o'quvchilar. Soat sterilkasiya to'g'rimi, teskarimi o'quvchilar? Baliqlardagi va barcha organizmlardagi soat sterilkasiga to'g'ri. Lekin yomg'ircho'lchangiki teskari o'quvchilar. Endi biz mana shu cho'lchangni chizamiz. O'quvchilar e'tibor berib qarab turinglar. Hamma ustoz ham
juda ko'p vaqtini uvol qilib tushuntiravermaydi. Ko'plar shunday test o'tadi, mavzu o'tadi, nima qilib beradi-da. Men ustozlarimni shogirdi bo'lganim uchun qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Keyin gaplashamiz boshqa masalalarda. Shuning uchun o'quvchilar, men ham lekin har kuni tushuntiravermayman. 7-sinfda yomg'irchi o'lchayni tushuntirib beraman. Nasib bo'lsa, bundan keyingisi balkim kelasi yil bo'lar yoki 7-sinfda boshlaganimizda bo'lar. Yana bir marta boshlaganimizda bo'ladi-da. Har doim ham tushuntiravermayman. Qaranglar qancha vaqt ketdi. Sizlar soat 2dami, 1dami kelgansizlar, soat 4:30 bo'lyapti. Bu yoqdagi gruppa kutib turibdi. Shuning uchun vaqt qadriga yetingizlar, buni yaxshilab tushunib turingizlar. Video qo'yilgandan keyin o'zingiz yana boshqatdan ko'rib, konspekt qilingizlar. Ertalab gruppalarimiz videoni ko'rib, konspekt qilib, kitoblardan o'qib, yana rasmlarni chizib, menga juda chiroyli taassurot qoldirib aytib berdi-da. Bir ikkitasi bor, to'g'ri, o'qimaydigan hamma joyda chiqadi. Sizlarda ham borda, ularda ham bor. Lekin o'qiydiganlar ham bor. O'qiydiganlarning ichida lekin mahmadonalari yo'q, menman deganlari yo'q. O'sha joyga besh ketaman ertalab gruppamda. Demak, men hozir nimani o'rgataman dedim? Jinsiy sistemasi. Jinsiy sistema. O'quvchilar bu gemofrodit, to'g'rimi? Mana shu gemofrodit. Mana bu tana bo'g'imlari deydigan bo'lsak, oldingi qismida ikkitadan jinsiy teshiklari bor o'quvchilar. Ikkitadan jinsiy teshiklari bor. Bitta savol yokida nimadir tug'ilyapti-da. Jinsiy, ya'ni gemofrodit desa, organizm o'zini o'zi urug'lantirib bola tug'ib ketaveradi. Bola farzand paydo qilib ketaveradi. Lekin bular o'zini o'zi urug'lantirmaydi, ikkita organizm bir-birini urug'lantiradi. Sabab nimaga? Sabab nimaga? Mana shuni ichida o'quvchilar bo'lishi mumkin. Erkaklik ham bor, ayollik ham bor, jinsiy a'zosi bor. Har bir tana bo'g'imida bo'lishi mumkin-da, erkaklik ham, ayollik ham bor. Lekin ba'zilari erta uyg'onadi, ba'zilari kech uyg'onadi. Misol uchun ertalab ham tushuntiraman, maktab deylik, mana bu, maktab o'quvchilari bor, qizlar, o'g'illar bor, to'g'rimi? Mana shu o'quvchilarning ichida misol 6-7 dan yuqorisi bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'zicha maktab bitirib qo'ygan katta qizlarga o'xshab o'sha bolalar bilan gaplashadiganlari ham bo'ladi. Bolalar bilan gaplashmaydiganlari ham bo'ladi-ku. O'sha, ya'ni men bular ham shunaqada. Ya'ni o'sha bir organizmda yashab turibdi bir vaqtda. Men bu ham bir vaqtda maktabda o'qib turibdi barchasi. Ba'zi bir betayin isqirtlari bor, gaplashadigan, yuradiganlari bor, o'sha unaqa emaslari bor. Men chuvalchanglarda ichida ham o'sha jinsiy a'zolarini o'sha uyg'onganlari bor, uyg'onmaganlari bor-da. O'sha uyg'onganlarda topib oladi. Men bu qizlaringiz ham o'sha lo'q bilan yoki qizlar bilan gaplashmaydi-ku, boshqa joyda bolalar bilan gaplashadi. O'ziga o'xshagan betayinni topib oladimi qayerdandir? Men bu ham ikkinchi chuvalchangini topadi. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchi chuvalchangini ham jinsiy a'zosini uyg'onganini topadi o'quvchilar. Deylik, mana buni erkaklik jinsiy a'zo spermatozoidlik qismi yetilgan bo'lsa-yu, urg'ochiligi yetilmagan bo'lsa, bu bir-biri bilan qo'shila olmaydi, to'g'rimi? Tasavvur qilish o'sha menimcha bo'ldi. Deylik, gul. Ikki jinsli gul. Mana bu yerda tugunchasi bor o'quvchilar. Tuguncha yetilgan, lekin changchi hali kalta. Mana bu sakrab chiqib ketmaydi-ku ustiga, tepaga. Uning uchun o'sish kerak, to'g'rimi? Mana bunday. Keyin changini taylash kerak, to'g'rimi? Lekin o'smagan. Bu kutib o'tirmaydi-ku, o'sha vaqt ketyapti, bu meva tugish kerak. Boshqa bir gulni changchisi kelib tushadi bunga. Keyin urug'lanadi. Bu ham xuddi shunday. O'ziniki bo'lmadimi o'quvchilar? Boshqa bir chuvalchangda, deylik, mana bu erkaklik uyg'ongan bo'lsa, boshqa bir chuvalchangda urg'ochiligi bilan qo'shiladi. Bu bilan qo'shiladi, bu bilan qo'shiladi-da. Boshqa biri bilan qo'shiladi. Endi qo'shilish yakunlangandan keyin o'quvchilar mana shu yerda mana bunday namlik paydo bo'ladi. Mana bu yerdan ham har bir bo'g'in qo'shilgandan keyin. Bu namlikning ichida o'quvchilar qo'shilgandan keyin nima paydo bo'ladi? Zigota paydo bo'ladi. Zigota keyin nimaga aylanadi? Tuxumga aylanadi. Demak, 2-3 ta yoki 6 tadan nechtagacha? 20 tagacha tuxum paydo bo'ladi. Tuyani o'rkachlari bo'ladi, bilasizmi, 2 yonboshda. O'sha yuksolib ursangiz kattarib ketaveradi-ku. Tuxum qancha ko'p bo'lsa, mana bu pilla ham kattarib ketaveradi. Havoda bu pillaga aylanadi-da. Namlik ichidagi tuxum bo'ladi, pillaga aylanadi. Kattarib ketaveradi. O'sha 20 ta yoki 3 ta yoki 2 ta yoki 6 ta bo'lganda ko'tarilmagan payt taylab yuboradi pillani. Pillani ichida endi nima bor o'quvchilar? Yoki 2 ta 3 ta yoki 6-20 ta tuxum bor. Har bir pilla ana shunday nima qiladi? Ichida tuxum. Demak, yomg'ir chuvalchang tuxumini pillaga qo'yadi. Xuddi boyaga bechara tuya 2 yonboshida o'rkachini ko'tara olmay taylab yuborganda, bu ham pillalari kattarib ketyapti yonboshida, 2 yonboshida. Ichida nima bilan to'layapti ichi? Tuxum bilan to'layapti-da. Tuxumlarning keyin pillasi o'sha uzvoryapti, tashlaveradi.
bo'ldi deyapti-da. O'sha pillarning ichidan keyin yangi lichinka emas, yangi chuvalchang chiqadi. Pillarning ichidan nima chiqar ekan? Chuvalchang. Lichinka emas. Lichinka boshqa organizmlarda chiqadi. Mana shu yomg'ir chuvalchangidan lichinka chiqmas ekan. Buni yodlashimiz kerak. Buni bilmasak bo'lmaydi o'quvchilar. Endi asosiylaridan harakat qilish a'zosi qolyapti. O'quvchilar, men bu maktab tushuntirdim-ku, o'sha bu yerda sizlarga taalluqli narsa yo'q. Men hurmat qilaman abituriyent qizlarni, chunki abituriyentlar o'g'il bola ham, qiz bola ham o'zi tushunib yetgan bo'ladi-da, hayotda nimaga tug'ilib, nimaga o'sib, nimaga o'qiyotgan bilan u vaqtini behudaga isrof qilib, kim qayda ko'chada musir qizlarga o'xshab bolalar bilan gaplashib yurmaydi yoki betayin bolalarga o'xshab ko'chada qizlar bilan gaplashib vaqtini prosta umrini yo'q qilmaydi-da ular. Shuning uchun sizlar o'zlaringizga olmaysiz, sizlarni hurmat qilaman. Endi balkim chiqib qolar ichlaringizdan, lekin menimcha chiqmasa kerak. Chunki abituriyentlar vaqti yo'q u narsaga. Tasavvur qilinglar, men shuncha o'rgatdim, o'z umrim ketdi. Hozir men bularga ham umrim ketadi. Bu narsani sizlar uyda o'qishlaringizga sizlarga ham umringiz ketadi. Agar o'qimay kelsangiz, znash nimadir bilan bandsiz. Telefonni ham yoki nimadir. Shuncha o'qib kelingizlar, shubhalantirmaysizlar. Vaqt yetmaydi-da. Bitta mavzuni o'qishga 1-2 soat vaqt ketgandan keyin men 5 ta 10 ta mavzu bersam, vobshe katta soatlar vaqt ketadi-da. O'shaning uchun vaqt qadri yetadi abituriyentlar. Shuning uchun sizlar ham vaqt qadriga yaxshilab yetingizlar avvalgidan ham. Endi o'quvchilar, bu chuvalchangni harakat organini tushuntirib beraman. Asosiysi o'sha harakat qilish organi, hamma chalkashadigani ham o'sha. Mana shu joyi. Ikki xil muskul bor tanasida, ikki xil muskul. Bu muskullarda biri mana bunday ketgan bo'ylama muskul. Ikkita mana. Va bo'ylama muskulda atrofidagi halqa muskullari o'quvchilar. Endi muskullari juda kachoklashib, teridan ham chiqib ketyapti buniki. O'zi aslida unday bo'lmaydi. Tushunish uchun qilib beraman. O'quvchilar, kir yuvib ko'rganmisizlar? Kirni siqsalaring sal uzun bo'ladimi? Mana bu halqa muskullar chuvalchangni siqib qo'yadi. Halqa muskul chuvalchangni siqib qo'ygandan keyin mana bunchagina yo'g'on chuvalchang endi ingichka bo'ladidan uzun bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu ingichka uzun qilgan muskul qaysi muskul? Halqa muskul. Mana bu qaysi? Mana bu halqa muskullari qisib yuboradi. Har bir tana bo'g'imidan qisib yuboradi. Chuvalchang uzun bo'ladi endi. Endi o'sha chuvalchang uzun bo'lgandan keyin yerni ichiga qarab kiradimi? Yerni tepasiga, endi qayerga qarab kelsa shu yoqqa qarabda, o'sha qarab kiraveradi. Endi chuvalchang uzun bo'lib ketdi. Orqada poyezdga o'xshab uzun dumi sudrali bor. Dumi emas endi keyingi qismlari. Uni buyoqqa deb tortib olish kerak. Uni qo'li yo'q-ku tortadigan. Endi uni o'quvchilar, mana bu bo'ylama muskullar bor-ku ikki tarafdagi. O'zini mana bunday qilib tortib oladidan keyin yana mana bunday yo'g'on bo'lib oladi. Keyin halqa muskullar yana bir qisadi, yana uzun bo'lib ketadi. Keyin bo'ylama muskullar nima qiladi? Yana tortib oladi. Qiyinmikan? Oson, cho'ta emas-da. O'qisalar qiyinlik qiladi, lekin tushundilarmi hozir? Mana shu harakat. Harakat shu. Harakati shu bo'ladi. Keyin epiteliy qavati degan narsa bor. Eng tashqi qavati o'quvchilar tashqaridan himoya ham qilib turadi. O'sha qavat o'quvchilar teriga suyuqlik ajratib chiqaradi. Bu suyuqlik buni nam qilib turadi. Kislorod yaxshi yuqishi uchun va terini shikastlanishdan himoya qilib turadi o'quvchilar. Yana ba'zi bir mayda-chuyda narsalarini o'zimiz o'qib qo'yishimiz kerak. Keyin buni harakatlanish organini bildik-a. Mana bu halqa va bo'ylama muskullar. Oyoq emas. Bunda oyoq yo'q. Bunda tukchalar bor. O'zi ham qancha tuk bor o'quvchilar? Kam tukli bo'lgani uchun har bitta tana bo'g'imida 4 juftdan, ya'ni 8 ta. Mana bu tana bo'g'imida ham 8 ta, bu tana bo'g'imida ham o'quvchilar 8 ta, mana bunda ham 8 ta. Va hokazo 8 ta tukchalari bor va bu tukni vazifasi bor. Muvozanat saqlab turish. Dorbozlar dorni ustiga chiqqan payti nima qiladi? Mana bu bunday mana bu uzun narsa bilan muvozanat saqlaydi-yu. Lekin aslida usiz ham yura oladi, to'g'rimi? O'sha narsa uzun tayoqsiz ham yura oladi. Bular mana bu tukchasiz ham yura oladi. Faqat muvozanat saqlash uchun nima qilar ekan? Shu 8 tagina tuk. Bu 8 ta tuk aslida ko'pmi? Kam. Kam bo'lganligi uchun ham bu qanaqa tukli? Kam tuklilar. Yomg'ir chuvalchang nima ekan? Kam tukli ekan. Ko'p tukli boshqacha bo'ladi. Misol uchun biz ko'p tuklining ichidan neridani o'rganmoqchi bo'lsak o'quvchilar, hozir neridani sizlarga chizib beraman. Nerida salgina rivojlangan organizm. Unda bosh bor, tana bor va dum bor. Ikkiga ayri dumi bor o'quvchilar, qaldirg'och dumidek.
O'quvchilar, mana bu yerda mana bunday kurakka o'xshash narsachalaridan har bir tana bo'g'imida borda bu. Baliqqa o'xshab qoldi. Ko'p pala nima chiqqan? Tukchalar chiqqan. Va ko'p tuk bo'lgandan keyin bu nima bo'ladi? Ko'p tukli. Bitta narsa o'quvchilar, mana shunda oyoq degan atama paydo bo'ldi va bu narsa, bosh qismi ham bor, oyoq. Parapetikmi deb, paparotnik o'simlik. Parapetik edi adashmasam. Ko'rib kelasizlar. 11-sinf, 10-sinfda bu. O'sha parapetik, paparotnik emas, parapetik edi-da. Mana shu oyoqlarning ismi o'sha dastlabki parapetiklar. Shunaqa edi-da, hozir kelmay qoldi-da. Menimcha to'g'ri aytayotgan ham bo'lishim kerak. Chunki paparotniklar bu boshqa narsalar. Shunday deyiladi. Va bu birinchi nima deyilar ekan? Dastlabki oyoqlar deyilar ekan va mana shu dastlabki oyoqlar yordamida bu suvda suzishi yoki suv ostida o'rmalab yurishi mumkin. Oyoq vazifasini bajaryaptimi? Va dastlabki oyoq shunda. Dastlabki yurak atamasi yomg'ir chuvalchangida. Dastlabki qon aylanish sistemasi yomg'ir chuvalchangida. Dastlabki oshqozon yomg'ir chuvalchangida. Qizil o'ngash boshqasida jig'ildon shunda bo'lishi mumkin. Dastlabki birinchi paydo bo'lgan narsalar. Lekin ko'z degan narsa xlamidamanada ham bor. Bunda yo'q. Ko'z evgelinada ham bor. Bunda yo'q. Chunki bunda maxsus sezgi organlar yo'q. Bu nereda? Keyin dengiz kubtuklisi bor, zulklar bor. Parchasini o'ziga o'xshashligi bor. O'sha dengiz kubtuklilar adashmasam 5000 gami, necha yuz, 500 mi? Ha? Zulklarda 400 ta. Zulklar 5000 ta. 5000 ta turi tarqalgan ko'p tuklilar. Zulklarimizda misol uchun yozilgan kitoblaringizda 400 tamikan? 400 ta turi tarqalgan. Unaqa sifrlarni, shunaqa ma'lumotlar o'zdan yodlab, o'zlaring uchun o'qib qo'yasizlar, o'quvchilar. Buni gemofroditligini aytdik, ayrish sistemasini aytdik, hazm qilishini aytdik, harakatlanishini aytdik. Nerv sistemasi aytdikmi? Qachon aytdik? Har xil chip dedik-a, chip. Nerv sistemasini ham aytdik. Yana nima qolyapti? Bo'l, xush. Sekund sanayaptimi? 100 marta qo'shib o'shirdilaringda. Aytilgan narsalar, kerakli joylari aytildi, qo'ldan kelgancha tushuntirildi. Bu yog'ini kitobdan o'qib qo'yasizlar, yodlanadigan narsalar yodlaysizlar. U keyingi dars bitta xato 5 ta har doimgidek. Menimcha polniy mavzu so'rayman keyingi dars. Bundan keyingi darsimiz mollyuskalar bo'ladi. U ham tushuntiriladi, YouTube'ga qo'yiladi. Sizlar ham kuzatishda davom etingizlar. Hammalaring videoni boshqatdan ko'ringlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.